Rahim, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun yana qadrli ikki mehmonimiz bilan birga biz suhbatimizni davom qilamiz. Bu mujodilamizni media tashviqot sababiyati bilan dunyoga e'lon qilish uchun har zaman biz qimmatli vatanning sirtida yashayotgan muhojirlarimizning ichidagi qarindoshlarimizni ikronimizga taklif qilish orqali bizning bu mujodiladagi yollarimizni her zaman sohbet edip varımız. Bugün hem iki qarindishimiz, hemşehrimizni ikronga keldik. Birisi Ishbarxon Uyg'ur qarindishimiz, Turkiyada yashayotgan, yani birisi Dilnur Anvar qarindishimiz, o Turkiyada iqomat qilayotgan qarindoshlarimiz. Bugungi temamiz Uyg'ur xonim qizlarininki harakati aslında Sharq Turkistonlik muhojirlarninki chet elda xonim qizlarning tashkilotlari, jamiyatlari, başlamçıları bo'lib kelyapti, ammo biz bir yeniden uyg'ongan bir holat kelayotganligimiz uchun, xalq harakati yeniden boshlanayotganligi uchun, tashkilotlar yeniden islohot bo'layotganligi uchun, liderlarimiz, yo'lboshchilarimiz ham yeniden bir yo'lni tutayotganligi uchun bugun bizning xalq harakati, xalqning ichidan chiqayotgan yoshlarimizning, xonim qizlarimizningki harakatining yeniden boshlanishi uchun bir uyg'onishimizningki uçqundisini sizlarga ko'rsatish uchun bugun Uyg'ur xalqining ichidan chiqqan xonim qizlarni davomli ikronga akilish orqali bu mujodala sepidagi o'rnini olishga va bu mujodalaning harakatiniki qanday bo'layotganligi to'g'risida biz o'rtaq bir shaklda suhbat ilib boramiz va birga xizmat ilib boramiz aziz qarindoshlar. Ikronimizda bizning hurmatli mehmonlarimizdan Ishbarxon Uyg'ur va Dilnur Anvar, men so'zni hemen ularga beraman ve bugünkü xonim qizlarimizninki mujodilasi, chet eldagi harakati masalasida bular bilan erkin ozoda suhbat ilib boramiz. Suhbatimizga qatilsanglar bo'ladi. Ikronimizda 0031 68 40 15 206 numerdagi WhatsApp numarimiz bor. Bu numarga her zaman naq maydonga telefon qilib, taklif, fikir, savol so'rasanglar bo'ladi. Bo'lib xonim qizlarimizningki bu programmani ko'rayotgan qarindoshlarimizningki naq maydonga qatilishini bekmi umid qilamiz. Biz chet elda erkaklar emas, xonimlar, qizlar albatta yaqindan beri qo'shayotgan to'pisi intayin ko'p bo'ladi. Bu uyg'onish harakatiga, bu Xitoyning zulmiga qarshi harakatimizga texmi ovozimizni chiqarish uchun xonim qizlar sizlarni jonliq, harakatlik, jasoratli holatda o'tirishinglarni umid qilaman aziz qarindoshlar. Ben sözünü Dilnur Anvar xonimiga bersam deyman. O'zini qisqacha bir tanishtirib etsa, undan keyin xizmati to'g'risida qisqacha tanishlik berib etsa, undan keyin biz suhbatga kirsak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli ko'rinmanlar. Mening ismim Dilnur Anvar. Turkiyada yashayman. Hozir Turkiyada yashayapman. Uyg'ur akademiyasining kotibi bo'lib ishlayapman. Bir yildan o'zim shu Uyg'ur akademiyasidagi barliq qarindoshlarimiz bilan, akademiyalarimiz bilan birga shu yerda xizmat qilib kelyapman. Allah razı olsun. Siz o'tgan qitim mush Kanada masalasida ait ciddi xizmat qildingiz deb o'ylayman sizni. U to'g'risida biroz to'xtalamsiz? Chunki nurg'un qarindoshlarimiz hozirgacha bu Kanada masalasiningki tizimlash bu masalaları hozirgacha oyog'i tugmadi. Nurg'un qarindoshlar keyin so'rayotdi bizdan bu ishlar qanday bo'ldi deb. Shu vaqtdagi xizmatlar to'g'risida kichikgina sizdan anglab boqaylik. Bo'ladi. Bu Kanadaga tizimlash masalasi bu Dunyo Uyg'ur qurultayininki o'rlashtirish bilan elib berilgan xizmat. Bu xizmatga Kanadadan Qayim Masimov va Guli Mahsudlar avatildi. Turkiyaga keldi. Kelgandan keyin bular 10 gün şu tizimlash ilib bordi. Ya'ni oldingi 8 gün İstanbulda tizimladi. Ondan keyingi 2 gün şu Ankara'da tizimladi. 10 gün tizimlash ilib bordi. Tizimlatganlarning soni haddan ziyod oshib ketganligi uchun shu 10 kunda tizimlashni to'xtatdi. Ondan keyin endi bu materiallarni sog' salomat holda shu Kanadaga yetkazish masalasi muhim masala bo'lganligi uchun necha kun shu materiallarni shu tayyorlab ashyaga sog' salomat olib berish uchun shunga bir usullarni qo'llanib, ya'ni uni
shu elektronlik nusxasi shu hujjatlarniki yo'qolib ketmasligi asolida saqlanish uchun elektronlik nusxasini tayyorladi. Andan keyin shu naq materialning o'zini sog' salomat holda Kanadaga yetkazish uchun shu tayyorliklarni qildi 4 kun. Shu tayyorliklar bitgandan keyin andan keyin Kanadaga elib mangdi. Bu xizmatlar dastlabda shu İstanbulga kelib tizimlatdi. İstanbulga kelib tizimlatgan vaqtda hamda bu xizmatning asosiy qiluvchi shu ishlayguchilari hamda shu Kanadadan kelgan ikki qarindishimiz. Men ularga hamda shu Uyg'ur akademiyasi shularga qulaylik yaratib berish uchun biz ishxonamizni shu tizimlash uchun berdik. Andan keyin men shu Uyg'ur akademiyasida turayotgan katib bo'lganligim uchun ularning xizmatiga yaqindan yordamlashdim. Bizning asosiy qilgan ishlarimiz hamda shularga yordamlashib, ashlarning xizmatini texim qulaylashtirib, boshlarga texim yaxshi shu xizmat qilish sharoiti yaratib berish. Hamda bu xizmatni ishlash jarayonida hamda bu ishlarning haqiqatan bek jafoliq ishildi. Atdigan soat 9da xizmatga keladi. Kechda tushda tomoq yegidek vaqt yo'q. Hamda shuncha qadam saqlab tursa, akab qo'ygan tomoqni 2 soat, 3 soat oldimizda turibdi-da. Yegan vaqt yo'q. 5 minut vaqtda o'rtirib yeymiz tomoqni. Shu xil holatda hamda shu darajada ishildi hamda bir Uyg'urning bo'lsa-mu o'sha dardini anglayli, o'sha tizimlasdan hamda o'ziniki butun vujudi bilan xizmat qildi. Kechqurunda soat 8-9larda ishdan tushib xizmat qildi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bu xizmatlar hamda dastlabki degan vaqtida ochiq dedi hamda ular. Bu xizmatlar dastlabki tizimlash, undan keyingi xizmatlarning hammasini hamda Kanada hukumati qaror qiladi. Bu bizningki o'zimizning shaxsiy qo'ldan keladigan ish emas. Oxirgi xizmatlarni biz shu materiallarni olib berib Kanada hukumatiga sunsak, ular hamda shu qabul qilamiz desa, undan keyingi xizmatlarni Kanada hukumati o'zi ishlaydi deb. Shu kelib tizimlatganlarning hammasininki bundan xabar var. Endi bu kelib tizimlatish jarayonida nurg'un ishlarga uchirdik 10 kun jarayonida. Qiyinchiliklarga uchirdik. Qo'shnilar adambakchi bo'lib ketgandan keyin bizniki binodagi qo'shnilar rohatsiz bo'ldik deb shikoyat qilishlar bo'ldi. Kundalik shikoyat anglab turdik. Hamda bizmi hamda har jihatdan qo'limizdan kelishicha hozir yana tizimlash ishlari to'xtadimi yo hozirmi davom qilyapti? Tizimlash ishlari butunlay to'xtadi. To'xtagandan keyinmi bir hafta 10 kungacha zadira tizimlataman deb kelganlarning oyog'i uzilmadi. Shu ishga chaplab qo'ydim, tizimlash tugadi, bu yak tizimlaydiganlar ketib bo'ldi deb. Hatto shu qimqam kichamlik orliqda shu izlab so'rab telefon qilib ashuna material berganlar bor. Endi u xizmatlar hamda butunlay to'xtadi tizimlash. Qog'ozlarni hamda materiallarni shu Kanadaga sog' salomat olib bordi. Qog'ozlarni hamda shu yerda shu tarjim qilganini tarjim qilib shular o'zlari bir taraf qiladi. Bizningki hamda qilgan xizmatlarimiz shu yerda oxirlashdi. Rahmat. Bu bizningki hamda Uyg'ur akademiyasining o'zininki xizmat tavallikidagi ish bo'lmagan ekan. Biz faqat hamda ularga yordamlashib, biz xizmatlarga hamda qo'llab sizlarga qulaylik yaratib berish uchun yordamda bo'lganligimiz uchun qolgan so'rashga tegishli masalalar bo'lsa, qanday avval bo'lsa shu Mehmet To'xtakimiz bilan Qaymoqimiz bilan ko'rishib, shulardan qanday masala bo'lsa so'rasa, ular har vaqtida javob berdi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Men bir tarafdan qo'limdagi telefon bilan aytishyapman, chunki men bir qancha qarindoshlarimizdan yordam talab qildim o'sha suhbatni boshlagan vaqtimizda ham bahrilash masalasida, ammo ko'pincha qarindoshlarimiz xizmat bu asosan yeriga kelmaganlik uchun men shu programmani o'zim boshqarib, o'zim beboshdan telefonda ham bahrilayman, to'plarga o'yatman, uning va qarindoshlarning inkaslariga qarayman. Uning uchun davomli qo'lim yoki ko'zim telefonda bo'lib qoladi qarindoshlar. Shuni to'g'ri tushunsangiz bo'ladi. Bizning bir televiziya stansiyamiz bo'lmagandan keyin bütün narsani faqat bir shaxslam elib bordi bu yerda. Rahmat, men sizga yana birozdan keyin so'z bermay asosiy temaga kelamiz va avval Iparxon Uyg'ur qarindishimizni o'tganda turkcha bir suhbat elib borgan edik. Bu suhbatninki ta'siri intayin yaxshi bo'ldi. Hozir YouTube va yoki boshqa bu nima Facebook, Twitter qatorliq nimalarda 10 mingdan ortiq kishi
bunu izleyen oldu ve bana neç onlagan Türk kırındaşlar ve Kırgız veya başka Türkçini bildiğin kırındaşlar bana alaydı xatlarını izlep nurgun kırındaşlar bilen ma'lum bir plan projelerimi bolup yana Türkçe qilgan suhbatimizningki ta'siri intayin yaxshi bolup Türk xalqining ichida inshaalloh aldığımız kunlarda yana Türkçe biladigan bizningki xonim qizlarimiz bilan her zaman biz Türk xalqiga ve Türkçe biladigan Türkiston xalqiga biz her zaman programma qilishimiz mumkin. Iparxon u qitimliq suhbatda nayt qisqalam o'zingizni tanishtirgandingiz. Bu qitimni biroz tanishtirib o'ting o'zingizni qisqacha. Uningdan keyin temaga kelaylik. Buyurdu. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli qarindoshlarimiz. Aleykümselam. Farxon Uyg'ur 6 yildan yoqi Turkiyada yashayapman. Kahramonmaraş İmam Üniversitesi'da ilahiyat bu yıl ilahiyat fakültesini bitiriş aldı turyapman inşallah. Özüm Şarkı Türkistan vatanimizdan Korlu şehrinden bulunan. Allah razı olsun. Ötken qitimliq programmamizdan keyin, Türkçe programmadan keyin sizmi bir uning ta'sirini ko'rdingizmi? Yani Türklerden veya ki bir paydası bo'lganda qalamdi. Faydası bo'ldi ya. Mishada etrafımdaki men tanıydigan Türklerge paylaşkandım. Bu paylaşmasida şu sohbatimiz bek uzun davamlaşkan bo'lgani uchun hammasini ko'rib bulanmapti ama ara sıra ko'rganlik uchun samimiy bir şekilde bir sohbat deb bersizlar, haqiqiy ishinglardagini so'zlatsizlar degandek shunday yaxshi inkaslar bo'ldi. Bundan keyin yana ko'proq shunday haqiqiy ahvollarni bizzat tajriba qilganlarning beshidan o'tkazgan ishlarni degandek texnik ko'p shunday program ishlasanglar degandek inkaslarni berdiyman. Allah razı olsun, rahmet. Sizden başlayayım temini. Ben kızımla İkiran'a geldim. İkiran'a gelişimdeki sebebi bir qancha aylar burun. Uygur kız ayallardaki bikiniş, içilalmaslık, cesaretsizlik veya ki nimdeyle Uygurlardaki erlerinin ayallarını töven körüşü demdik ya ki bularni bir ish qilinmaydi deb mandaq o'ylaydi demdik. Qandaqli qilsak Uyg'ur jamiyatida ayollarningki töven ko'rilish aqidasining nimasininki buzilishini umid qilib men ayollarimizning qizlarimizning ish qila oladiganligini jamiyatga olib chiqish uchun ayollarimizning o'rnini ko'tarish uchun eng to'g'ri jumla bu. Uyg'ur qiz ayollarining o'rnini ko'tarish medialarda, siyosiy sahnalarda yani ictimai o'rinlarda götürüş için ben ikram qilib chiqdim, ammo undan keyin hammalar hujumlar boshlandi. Shunday bo'lsa-mu, hujumlarga biz bugungi bardoshlik berib, buni davom qilib qiz ayollarni ikram qilib chiqib, ularning ovozini dunyoga anglatish bo'lib, o'zimizga anglatish. Eng muhimi Uyg'ur xalqining tushunchasidagi yoki erlarining tushunchasidagi bu ayollar huquqining ozod bo'lishini qo'lga keltirish uchun bugungacha davom qilyapmiz. Bugunmi ham sizlar bilan suhbat qilishimizning maqsadlaridan birisi shu. Ya'ni ayollar Uyg'ur xalqining ichida nima uchun sizlar mashta o'ylamsizlar? Ya'ni ayollarni, qizlarni Uyg'ur erkaklari biroz qo'ldan ish kelmaydi yoki bir baldoq keyinda yoki jamiyatning keyinda yoki bu ayollar shu uyda lag'menga jiz etib, tomoq etib, shu o'choq o't qalabla tusi yaxshi deydigan mandaq tushunchaga, ashundaq tushunchada bor deb o'ylamsiz. Shundan kerak maslaga. Bu temada elbette bütün Uyg'ur xonim qizlarning shu siz degandek siz biroz jalliroq oldiroq so'zlasangiz ovozingiz taxmin yaxshi chiqsin. Yani bizning Uyg'ur jamiyatimizda bütün bizning Uyg'ur xonim qizlarning bu temada shu sizdek o'ylaydiganligi ishoniman. Shaxsan men shunga ishonaman. Biz tariximizga qaraydigan bo'lsak, aslida bizning tariximizda Nuzugum, Yetti Qizlarim, Iparxon, yine Rizvangul hemşerimiz degandek bizning nihoyatda mo'yliqi jangovar, jasur, ash xalqning ichidan qahramon sutiga erishgan bizning ayol qizlarimiz bordi. Tarixdan beri düşmanlar bilan tang shu er kishilar qanday
cesurluk bilen, dadıllık bilen atlangan bolsa aldığın kısapken bizden ayarlarımızın koludun kilişçe şu tarihten beri aldığın kısapki atlangan. Ve bunun bilen birlikte biz İslam'ı kabul kılgandan keyin herhalde Araplardaki bazı bir to'g'ri bo'lmagan kültürler bizning kültürümüzge kirgan ahvollar bo'ldimi? Yani örf adetlerimizden bundan Türkçe'de örflerin alışverişi dep koydu. Mesela kültür alışverişi degandek. Muşunda valla boldu mu? Belki ben şunda oylayman. Biz İslami açıdan mesela İslami taraftan qaraydigan bolsak, aslında Kur'an Kerim'de mi Allah Teala bizden ayallar bilen erkeklerinin hiçbir zaman hiç kandak şekilde insan buluş sütümüz bilen farkımızın yokluğunu ayetleri bilen mi ifadeleyen. Biz ayetlerinde mesela erkişler de erkiş müminler tutup almaydı. İnsanlar dep alıdı, müminler deydi. O yerde hem ayallarını hem erlerini tılgalıdı. Ayal Müslümanlar hem erkek Müslümanlar dep durup mu yeni bizge şunçilik bir ayallarının ornumu İslam'da kötülülgen. İslam kelgendiğin ki şu cahiliyet dönemindeki, zamanıdaki, başka kavimlerdeki o cahiliyetin hemmisini İslam kelgendiğin ki aslında Peygamberimiz bizzat özümü camide mesela şu peygamber zamanında ayallarının hemmisi camiyi kiletti. Peygamberimizden bizzat aşı vaazlarına ayallarını tanışaydı. Yine dadıllık bilen mehrem, şunçilik mehrem temalar bolsumu dadıllık bilen oturup çıkıp soruyalar. Yani demek bu şu peygamber zamanında mı şunçilik ayallarına sosyal cemiyette yani içtimai cemiyette belli bir orunun bağlılığını bizden hazırki Uygur cemiyetimiz bilen o cemiyetini seliştiğen vaktimizde asmanızın farkı var. Yani atalmış ayallarını fakat öydülü oldurmuş gerek, öyde hizmet kılış gerek, sosyal içtimai cemiyete katliye karışması gerek de mındak düşünü vagan bilen İslam dinimizde ama biz tarih qaraydigan bolsak İslam tarihida bundak emas ayallarının ornu. Ayallarının ornu hakikaten mi insan buluş sütü bilen buluşku tegişlik yeride. Yani bir yerde tövenletip deydigan bundak bir düşünçü yok. Bununla bir örnek berişini istedim. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir hutbasida ayallarının mihir hakkında sözleydi. Yani mihirini azaltaylı diyen sözünü kılıdı. Ama o yerde bir ayal dadıllık bilen yine ornudun turupla sen Allah'ın bizge bergen hakkını kolumuzdan alanmaysa dep bu cümleni işletirdi. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de ifadelengen enihba sen bu hukukumuzu kolumuzdan alanmaysa bunu bizge Allah verdi deydi. Ve bunun için Hazreti Ömer o hutbe esnasında deydi ki Allah'a şükürler olsun ki mening halkım içinde muşundak mening hatalıklarımı tüzdeleydigan ayallarımı var dep şuna apirin etip gidiyordu. Demek ki bizden hazır hem özümüzden milli örf adetlerine seliştiğanda hem İslam tarihideki ayallarının oruna qaragan vaqtimizda hakikaten hazırki Uygurlarning içindeki ayallarının yeri farklık. O'xshamaydi. Alakası yok dep qarayman. Yani kesip bırak eshitsangiz qanday o'xshamaydi? Yani çünkü örnekleri pek köp. Biz hemimiz körüp durupdumuz. Hazır Türkiye'de yaşavatkan ben özüm Türkiye'de yaşaganlığım için Türkiye'deki ayallardan örnek berip ötümen. Türkiye'de yaşavatkan ayallarının köpüncüsü hazır tamamen öydün talağı çıkmaydıgan ictimai faaliyetlerge az katnaşıdığan degandek muşkul ahvallar hasıl bolup kaldı. Tamam, mesela bizden yürüyüşler bolgan vaqtida namoyish bir qisqa cümle özemli bir ifadelay. Men 6 yıldan yaqin Maraş'ta bolganlığım üçün Maraş'ta ben tunji kelgen vaqtimdan başlap faqat türklerle batdı, başka Uygurlar yoktu. Bu pek az bolganlık üçün uçuruşanmay aldıraşçılık sebebinden hem ilmi mening ders muhakeme her neslerim Türkçe yazıdığan, okuyduğan hem nes Türkçe bolup ketkeşke gündelik hayatım Türkçe bilen bolup ketip
Uyg'urchani unutib qolmadim emas, xato tushunmanglar. Faqat demalliqqa Uyg'urchani menda so'zlagan vaqtimda balkim turkcha kelima qistirib qilishim va yoki demalliqqa esimga kelmay qolsa, buni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Xo'sh. Endi o'tdim men. Turkiyaga kelgandan beri 6 yil mobaynida Uyg'ur ayollari namoyishlarda, masalan, tamom namoyishlarda erkaklardanmi, jiq namoyishlarda ko'rimiz ayollarimiz haqiqatan ko'p chiqadi. Ammo bizning ijtimoiy hayot degan narsa bu namoyishdan iborat emas. Ya'ni ayollarning bir-birisi bilan shu erkaklarning orasidagi jamoatlashish, bir araga kelib har turli darslarni qilishi va yoki bir-birisiga yordamda bo'lishi, faoliyatlarni, programlarni tuzab sistemalik bir şekilde hizmetlerini ep berişi degandek şu ijtimoiy hizmetlerinin hammasini yine biz ayollarni o'xshash şekilde qila Yani bu hizmetler aslında bayrak çıkıp ketdi. Bu hizmetler aslında ayollarning siz bayroqni o'ngishi bilan men nimani aytib turman hozir? Suratni nima Dilnur davom qilsin. Ma'qul, tamam. Dilnur siz davom qiling. Siz qanday qaraysiz? Bu biroz qisqaroq shaklda kerak. Ya'ni mundaq avval bor Uyg'ur qiz ayollar jamiyatida. degan shakl. Uyg'urlarninki hamda Uyg'urlarga nisbatan aytgan vaqtida ayollarning o'rni haqiqatan jamiyatda hamda tuvan ko'rilgan avval mavjud. Chunki oldingi yillari shu namoyishga chiqadigan ishlar bo'lgan vaqtida hamda shu ayollar haqiqatan to'sqinlik uchirgan, jiq zarba uchirdik. Ya'ni biz namoyishga chiqadiganligimizni anglagan vaqtda bizga opirda sho'pirlar opirdi. Hamda bizning uşaqlarimiz bo'lgan ekan. Shu chog'da biz aloqalashib shu bordiganligimizni aytgan vaqtida hamda u yerga beka qolmaydi-da sho'pirlar. Ay shu pulni uyda bolangiz bilan balangizni beqib balangizga bir narsa olib berib qo'shqin to'g'risangiz bo'lmamda nima qilsiz shu yerga namoyishga berib ayollarninki namoyishga berib ko'chaga chiqish to'g'ri emas debchi. Menga shunday degan boshqalar. Hamda ayollarni uydan taloq chiqmay o'tirish kerak deydigan iddia bizningki hamda bir qism erlarimizda bor, hamma erlarda emas, bir qism erlarimizda ig'ir bor. Bağlapmı? Ayol kishiga uydan taloq chiqsa bo'lmaydi, yuzini yopib shu uyning ichida o'tirish kerak, hech yerda hamga ko'rinsa bo'lmaydi deydigan iddia haqiqatan bor. Buni nurg'un ayollarimiz qabul qiladi. Biz shu hech kimga ko'rinmay shu Allohning yo'lida mangamiz deb buni ular o'zi qabul qilgan bo'lganligi uchun hamda ularningki tanlashiga biz hurmat qilishimiz kerak. Hamda shundaqmi hozir hamda Uyg'ur xalqiga nisbatan aytgan vaqtida biz hamda jon alqimga keldik. Bizningki hamda yana o'tirib saqlaydigan, yana hamda fursat kutadigan vaqtlarimiz o'tib ketdi. Erlar qilsin deydigan vaqtimiz o'tib ketdi. Hozir Uyg'urlar hamda chet elda yashayotgan Uyg'urlar hamda umumyuzlik sonini aniqlagan vaqtda 2 million atrofida ekan. Ba'zilar 5 million deb oladi. Bu tafsiliy sonliq ma'lumotlarni chiqargan vaqtida 2 million atrofida Uyg'urlar bor ekan. Bu 2 million Uyg'urning nisbatan aytgan vaqtida hamda yo'q bir son. 2 million Uyg'urninki hamda bolalar uyda o'tirib tursa, ayollar uyda o'tirib tursa, nurg'un erlarimiz xotin bolasini boqmasa bo'lmasa, bu davoni kim qiladi? Vatandagilarga qat'iy hamda imkoniyat yo'q. Ular hamda bir ish qilay desimi, qachon o'ylab ketaman deb o'ylamni kutib yetyotdi vatandagilar. Ashlarni qutqizish uchun shu vatan sirtidagi Uyg'urlar o'rnidan dast turish kerak. Vatan sirtidagi Uyg'urlardan hamda erlar hamda o'ziga tegishli xizmatlarni qilyotdi. Ayollar o'rnidan dast turish kerak. Chunki bir millatniki umurtqisi onalar, ayollar. Chunki ayol kishi bir uyda qanchalik muhim rol o'ynaydigan bo'lsa, shu millatniki mavjud bo'lib turishida shunchalik muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ayollarningki hamda rolini texim yaxshi joriy qildirishimiz kerak. Ayollar o'rnidan turish kerak. Uyga bekinib olmaslik kerak. Qaznoqdan chiqish kerak menda aytganda. Rahmat. İşbarxon so'zining oyog'ini davosin. Agar yodida bo'lsa, undan keyin men qaysi so'z beray. Shu boyatin demoqchi bo'lganim, hozir
aytib o'tgandek, shu ayollarning o'rni asli ayollarning ijtimoiy jamiyatdagi roli to'liq kuchli aslida. Chunki bir ayol, men o'zim shaxsan o'zimning tajriba qilganlardan aytsam, haqiqatanmi ko'p ishlarga yetakchilik qila olamiz, ko'p ishlarni biz vujudga chiqara olamiz. Agar o'zimizga ishonsakla, agar o'zimizni belli seviyada yetiştire alsak, yani ijtimoiy jamiyatni tushunsak, yani eğitim ma'rifda cho'qim ayollarga ehtiyoj bor. Chunki bizning yangi nesillarimiz, yoshlarimiz bo'lsin, hammasi yine ayollarning qo'lidan o'tadi. Chunki erkeklerimiz bekerek talada başka nima deymiz, o'xshamaydigan jihatlardan, biz qilolmaydigan ba'zi ishlardan rol o'ynasa, bizni asosiy masalan ana bo'lishimiz bilan o'zimizni ana deb qarasak, balimizga bergan shu ma'rif, shu tarbiya, ta'lim-tarbiyaga o'xshash, bizning boshqa faqat o'zimizning bilan balasi emas, belki o'zimizning millatidan bo'lgan boshqa bolalarga yine başka aşağıdaki yaşlarımı ta'lim-tarbiya berish vazifamiz bor. Bularmi hozirgi Uyg'urlarning vaziyatida chet elda yashayotgan Uyg'urlarning o'zini boshda ayol xonim-qizlarni yetishtirib, undan keyin boshqa yoshlarni va boshqa yangi nasllarni yetishtirish vazifasi bor deb qarayman. Allah razı olsun. Bu yerda qarindoshlarda bir xato tushunish paydo bo'lib qolmasin. Payg'ambarimizningki ayollarni uylarga uyning ichida tug'ini yaxshi, onun uydan qaznoq uyi yaxshi degan munosabatli hadislari bor. Bu yerda mening so'ramoqchi bo'lganim asli balki men xato so'rab qoldim sizlardan. Ayollarning taqvoligi shu uyda o'ltirish bilan bo'lamdi yoki shu Allohning ibodatiga haqiqiy amal qilish bilan bo'lamdi demoqchiman aslida. Chunki men bu jamiyatda biz jiq tajribalarni hosil qilgan bo'ldik. Mesela yüzünü yapkan yoki o'rangan ayollarninki mesela ailede taqvolik qilolmaydiganligini ko'pincha, mesela yo'ldoshlarni norozi qildiganliklarini, andan keyin ko'pincha ilimsiz ekanligini, bola tarbiyalashdimi %10% ekanligini bizning Uyg'ur jamiyatidan ko'ryapmiz endi. Ammo faqat bu yerda qo'lga chiqadigan asosiy narsa u insonninki faxrlanadigan va yoki shu narsani tutqi qiladigan narsa hijobi bo'lganlik uchun yoki o'zini urganlik uchun shuni haqiqatan kuchlantirib, mana bu hijobni taqab, ashuni o'rinib, uydan o'tdasak biz jannatga kirmaymiz deydigan bu narsa ajoyib bazotipaqliq, mohiyatga yetmaylik ayollar. Biz jannatga kirdigan Allohning haqiqiy taqvo, bizni taqvolik darsiga ko'taradigan narsaning ilm ekanligi, yerini razı qilish ekanligi, bolalarni to'g'ri tarbiyalash ekanligi masalasida 0% demaymiz. İnşallah yo'ldoshni razı qilayotgan, bolalarni yaxshi tarbiyalayotgan onalar oz emas. Ammo o'rinishni tutqa qilib olib, boshqa ishlarda asosan keyinda bo'lib qilayotgan bir jamiyatni, Uyg'ur jamiyatini ko'ryapmiz. Ailesini to'g'ri bir shaklda tarbiyalash, bu mücadeleге qatilish, yani Xitoy zulmü qarshi, mayli namoyish olsun, mayli qarshiyati olsun. Yani bugungi tema asosi nima desa, ayol qizlarimiz rasman uyg'onyapti inshaalloh, Alloh rozi bo'lsin. Buningdan keyin alohida bir uyg'onish, yangidan bir uyg'onish. Yani xonim qizlarimizning harakatininki yangidan boshlanishiga bir yo'l ichish aslida bu tashviqotninki, bu suhbatninki nimasi asosiy maqsadi. Chunki men Uyg'ur xonim qizlarining umumyuzlik uyg'onib ketganligiga shubha qilaman. Uyg'onda nihoyat oz bir qismlari. Ammo buningdan keyin xizmatning yuqori o'ringa kelish uchun endi sizlarning so'zinglarni anglab boqamanki, qiz ayollar nima ish qilish kerak degan yoki avval tushuncha jihatda, ideya jihatda mayli diniy tarafdan bo'lsin, mayli milliy tarafdan bo'lsin, qandaq bir ruhga ega bo'lgan vaqtimizda buningdan keyin biz qiz ayollarimizni umumyuzlik bu kurashning ichiga kira olamiz yoki uyg'ona olamiz demoqchiman. Buni Ishbarxondan boshlaylik. O'zing fikrini o'tirib tashlab qo'ysin. Rahmat.
ayollar nima ish qilish kerak degan vaqtda men yana shu bu yerda hozir ekran oldida menden yaşça çoğun bo'lgan adilarimizni ko'rayotgan bo'lishi mumkin, sing'illarimni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Haddimni eshitishni xohlamayman. Xo'sh. Astagfirullah. Agar gaplarim xato ketib qolgan bo'lsa, ko'nglimizga olmasliklarini umid qilaman. Tuvanchilik bilan so'rayman buni. Ben özüm yine tecrübemden ekletken vaxtımda çünkü özəmlik tecrübe qılıb baxmagan bir narsalarni bu yerdelikə mundaq buluş kerak, andaq buluş kerak deb sözlüğüm yo'q. Men tunji mushu Turkiyaga kelgan vaqtimda eng oldi bilan men nima ish qila olayman, men shu vatandan ayrilib bu yerga keldim, mening maqsadim nima degan savol bilan boshlagan. U chog'da tabii bizlarga vatanimizning tarixini bilmaydik, vatanimiz yani vatan deb bir yer borkan, uni mi bilmaydik. Eng oddiysi. Bayram bilan tanishmagan vaqtimiz. Ammo men shu chog'da tunji bo'lib o'zimizning men bir Uyg'ur, mush Uyg'ur bo'lishim bilan men kichigimdan boshlab faqat tariximni o'qib baxmabdiman, o'qimaydi ekanman. Men boshda tarixni o'rgansam bo'lgan deb turib shu tariximizni o'rganishdan boshlagan. Zaten Uyg'ur jamiyatida bu tarixni chet elga chiqib bo'lgandan keyin tariximizni o'rganmaslikdek maalesefki shunda cho'ng bir kamchilik bor. Yani hammamizning eg'izida bor tariximizni o'rganishimiz kerak, tariximizni o'rganishimiz kerak deb har yerda bu so'zlandi, ammo amaliyotga qaragan vaqtimizda tariximizni o'rganadigan aslida ayollarimiz boshlab yetakchilik qilish kerak. Yani ballardan boshlab o'rgatish kerak. Undan keyin boshqa yine atrofidagi ayollarga chechish kerak. Eng boshda tarixni o'rgangandan keyin o jim tura olishimiz mumkin emas. Men shaxsan mening fikrim bu. Tariximizni o'rganib bo'libmi yine biz shunchalik aziyatni chekayotgan shunday davrda jim tura olishimizga men ishonmayman. Men shaxsan chunki buni beshimdan o'tkazdim. Men yine o'zim o'qiyotgan shu Qahramonmarash shahrida men bir kishilik o'zimni Uyg'ur deb yashagan bo'lgan ekanman. Uyg'urlarni bularga qanday tunuta olayman, davoyimizda mening rolim qanchalik degan savolni shu 2. yildan boshlab Turkiyaga kelib, Marashda yashagandan keyin 2. yilimdan boshlab savol qo'ygan. O chog'da men eng kichik, ya'ni kichik masalalarda bo'lsa-mu, yana men qo'limdan nima kelsa shuni qilib boqay deb boshlagan. Haqiqatan qo'limdan nima kelsa eng boshda shu atrofimdagi o'zim birga turayotgan qiz qarindoshlarimizga, sinfdagi o'zimning sinf do'stlarimga, ya'ni saboqdoshlarimga degandek, bu shaklda oldi bilan o'zimizni tunishtirishdan boshlash to'g'ri keldi. Chunki yine oldingi programmada deb o'tgandek, Turkiyada Uyg'urlarni tunish, Uyg'urlarni bilish nisbati haqiqatan bek to'van. Hattoki shu 1-2 yilning oldida to'vandi. Ya'ni neredeyse hech qanday buni %80 deyarlaydik. Bilmaydiganlarning soni, tunimaydiganlarning sonini. Hozir yine elhamdülillah 2 yildan yoqi bu vaziyat og'irlashgan siri bizdan umidlayotganlar ko'p, o'tirg'i chiqib buni anglatganlar ko'p bo'lganligi uchun ham sosyal medyada bizning tirish natijamiz bilan Türklerge yine biraz yani 2 yılın aldığı qaraganda texmi ko'p taralgan bo'ldi bizning vaziyatimiz. Ama yine yetersiz. Yine so'rasangiz hozir sirtga chiqib Marashdimi, shunchalik iliq faoliyatlarni olib borgan bo'lsakmi, to'xtamay tunutishlarni olib borgan bo'lsakmi o'quvchilar, ammo yine bek yetersiz. Yine bilinmaydi. Shuning uchun davomli biz hozir eng boshda shu o'zimizni tunutish, o'zimizdan yashayotgan vaziyatlarimizni, aşağıda vatanimizdagi qarindoshlarimizdan chekayotgan azoblarni anglatish bizning birinchi qadamdagi bosh tortib bo'lolmaydigan vazifamiz. Shunaq. Siz shu xizmatni qilgan vaqtida, masalan, shu kelib 2 yildan keyin boshlagan vaqtingizda, masalan, o'g'illar bilan qizlarning inkosi qanday bo'ldi bu xizmatga nisbatan? U chog'da bek ko'p o'quvchilar yo'qdi asli. Shu o'quvchi bolalardan Marashda 10-15 taklam o'quvchi bordi. U chog'da bek iliqi xizmatni qilaylik, qanday qilsak bo'ladi deydigan uqum yo'qdi, ang yo'qdi gapning o'chig'i.
Sistemli bir şekilde bir hizmetini kılış için mi bir başlık buluş gerek. O başlık bir neslerini oturuğa koyup fikirlerini koygandan keyin maslahat arkalı bir plan tüzep aşınandan keyin endi hizmet kılıb bo'ladi. Undaq bir imkoniyat bo'lmagan keyin bu yerda bek çeçilangı halatda başlagan bolduq. Birinci, ikincilerimiz bek çeçilangı başlagan, ama ondan keyin asta-asta biz toplandık, balalarning bu yerdagi soni ko'paydi. Şunun bilan yeni sistemli şekilde başlaverdik hizmetimizni. Tabii başta oğul kızlar arasında bir yine ziddiyet payda bo'lib qolish ahvollari her zaman uchratdik. Mesela qandaq ziddiyet? Mesela kızlarning o'ttirg'i chiqishi erkeklar tarafidan xohlanmaydi. Yani bu xato deb bilinadi. Yani o'qiyotgan o'quvchilarning ichidagi gap bu. O'qiyotgan o'quvchilarning ichidagi gap. Başqalar yo'q zaten. Yani demek ki o'qiyotganlarning ichida bu gap chiqsa, unda o'z o'qimaganlarning ichida nima gap chiqadi demoqchiman-da, hisobda. Muhakkak. Shundaqdi, ya'ni ba'zi bir to'qinishlar, ziddiyatlar paydo bo'lib qoldi-yu, biz yana qarindosh bo'lgan kunda ben ishni shu yo'lida etmangan bo'ldik. Keyin lekin buni masalan bultu masalan Misrdan kelgan bolalarning soni ko'p. Sizlar bilsizlar. Misrdan kelgan o'quvchilarning soni ko'payishi bilan birlikda Turkiyaning har yeriga taqilib o'qidi universitetlarda. Qarashqimi shu hozir 50-55 atrofida shu Uyg'ur o'quvchilar bor. Bularning ko'pinchisi son jihatdan o'g'il o'quvchilar. Endi bultu shu boshda xizmatni men shu qilayotgan bir sherdagi bu qilayotgan bir tutum bilan yeni xizmatni davomlashtirdim. Tunushish jarayonida, lekin shu boshdagi 1 oy 2 oy jarayonida meni xato tushunganlar bo'ldi. Mening qulluqimga hatto nimishqa bu kimkan, nadin kelibdi, nimishqa bu o'ttirliqda yuriydi, bu qiz nimish qundaq qildi degandek savol ishoratlari bak ko'p bo'lib o'g'illar ichida men uni anglagandim. Hattoki meni Xitoylar tarafidan ishlatilgan jasusmidi degandek shundaq gaplarni qulog'imga kirgan. Tabii shu o'tirdi nimishqa qo'rqmay yuriydi ekan-ku degandek shu gaplarni anglagandim. Bara zaman bilan zamonning o'tishi bilan o'zgardi bu ideya. Oldingi yil shu 1 yil o'tib ketgandan keyin texmo bolalarning kallasiga echilgan bo'ldi. O'tirdiki bulunayotgan xizmatlarni ko'rgan bo'ldi, meni tunigan bo'ldi degandek biz yana qarindoshlik sutimiz bilan shu o'g'il o'quvchilar bilan mendan cho'ng bolalarmi bor, mendan yoshli cho'ng bo'lganlarni o'zimning akisidek ko'rdim. Mendan kichiklarni o'zimning akisidek ko'rdim. Tanishlarimni o'zimning qarindoshi deb hisoblab shu qarindoshlik fikrim bilan hammasi bilan tang shu o'g'illar bo'lsin, qizlar bo'lsin hammasi bilan o'xshash muomalada ijtimoiy faoliyatlarda tang ma'lumotligim uchun ular oxirida meni tunib yetgan bo'ldi. Hozirgacha shunday yaxshi hamkorlik bilan har zaman bir yerga kelib shu yig'inlarni ichib tang hamkorlashib xizmatlarni qilyapmiz. Rahmat. Dilnurdan men bu to'g'risida bir qisqa javob olay. Masalan, xo'sh. Bizningki hamda ayollar chiqsin, ayollar Qozoqdan chiqsin desam ham ba'zilar hamda voy bizni ko'choq chiqsin deydigan manda xato aytib qo'yamisin. Xo'sh. Bundan gapni anglaydiganligim aniq hamda bizningki odamlarimiz shunday ko'rsatdi. Ya'ni hech vaqtimiz bo'layotgan avval bu. Biroq mening demoqchi bo'lganim bu ayollarni yuzini ochib ko'choq chiq deganlik emas. Ayollar qilish tegishli xizmat ko'p. Ayollar ayol bo'la oladi, ona bo'la oladi. Ayollarning roli bekchiq. Ya'ni ayollik rolini o'tay oladi, onalik rolini o'tay oladi. Vaqti kelganda bola bo'la oladi, er bo'la oladi. Hamma rolni ayollar o'taydi. Tangli o'taydi bir vaqtning ichida. Ana bo'lgandan keyin ayollar shu o'zining shu rolini o'tash jarayonida oilasidagilarni tarbiyalash kerak. Bolalarga endi qo'saqda nim bo'lsa shu omashni boshqalarga beradigan gap. O'zi bo'lmasa boshqalarga hech narsani berolmaydi. Qozonda nim bo'lsa cho'mishga shu chiqadi. Shu bolalarni shu vijdonli qilib tarbiyalash uchun ayollar kerak. Bizning ayollarimiz uydan dalaga chiqmay
Aşu öylem otasam boldu emas, hazır terbiyeleniş gerek. Ayollarımız özünü takamıllaştırış gerek. O öyde otarapma kıgıl buldu o işlerini. Ügünüş gerek. Mesela Türkiye'de yıllarca yaşap, Türkçe bilmeydiği ayollarımız nurgun. Ügünüş gerek neymiş öğrenmeydi o. Ulanı kim tosaydı o? Ügünemeydikenimizdeydi. Ügünemezlik meselesi mevcut demez. Ügenmezlik meselesi var bir yerde. Tirişqanligi adam ishqilib shu tirishchanligining bir natijasini oladi. Siz bir ishga qanchalik ko'ngil bo'lsangiz, qanchalik shuningga mehnat qilsangiz, shunchalik ajrga erishasiz. O kallada chatoq yo'q. Kalla normal hammadamniki, normal ishlaydi. Anda bo'lgandan keyin bizningki ko'ngil bilayotgan masalamiz qaysi? Bizningki qilish tegishli ishimiz qaysi? Shuni aniq bilishimiz kerak. Biz bolalarimizni tarbiyalash uchun mukammal bir Qo'sqimizda shunchalik umash bo'lish kerak. Ham ayollar erlarni tarbiyalamadı. Erlar ayollarni emas, vaqti kelganda ayollar erlarni tarbiyalamadı. Bir uyda ayolning gapini olmaydigan akish bormi? Ayol qildira olmaydigan bir ishni. Qilingan degan ishni qildira olmaydigan bir oila bormi? Vaqti kun kelgan vaqtida yetib olgan akishni qo'pirab uydan chiqarib tashlaydigan ayol kishi. Çıkıp bağan kişine ismi bilip öykü solalaydıgan bir ayol kişi. Şuna bu ayollarının rolü pek mühim. Hem sen çıkıp namayış kıl değil mi doğ? Özen kılış tegişlik vazifeni öte. Yani millet ülep tügey dağıtıdı. Bir millet ülep tügey dağıttığı vakitte sen milletini kutkuzup kalış için çoğun bir kişilik hesabını koş. Özen kılış tegişlik işini kıl demekçi. Biz özümüzden neslini yok tütemeyimiz. Biz törelge vaktimizde Uygur'da türeleptik. Tuğulga vaktimizde Uygur tuğulduk. Bu Uygur degen qinimizde ba. Bu qinimiz yıkıvatkan qinimizni hemmisine iç koyup qaqnan qinini silip alsak mı 6 aydan keyin bu özümüzün bedeni özü kan işlep çıkıdı. Qaqnan qini bedenimizden çıktıdı. Şu o kanı biz yengişlesek mi yana eslik kep kaladı. Bunu biz jüyütenmeyimiz. Özümüzdeki eslini, neslimizni bilişimiz gerek. Biz kim, nereden geldik? Bunu özümüz bilgen vaxtıda biz balalarımızı bildireleyimiz. Biz bir Müslüman kanal buluş gerek. Ayollarning nurgun aqida, nurgun örf adetlerimiz nimegi kelgan vaxtıda şu xo'jalar davrida buzilib ketgan. Bizning örf adetlerimizde nurgun narsalar bor, o singib ketganda bizga. Xato narsalarni endi süpürüp tashlab, to'g'ri narsalarni qabul qilishimiz ham erlarni ayollarni tarbiyalashga, ayollarni o'qitishga kutish kerak. Qizlar o'qishni yerim yo'lda tashlab qo'ymaslik kerak. Endi ayol kishining beshig'i nima kunlar keldi, Alloh taolo o'zi biladi. Ota-onasi o'qitib, bejirim qilib qo'yganlarninki beshig'i nima kun kelsa, destab tura oladi ekan. Yiqilgan yerdan qo'pa oladi ekan. Biroq ayol kishi endi beshig'i ig'ir kun kelib qolgan vaqtida bu chetalchilikda hech kim degil bo'lmaydi. Hech kim meni kapolatlik qila olmaydi. Erlarmi men sen bilan bir umr yashayman deyamaydi-ku. Qasimiz atgal bo'lakitimiz hech qasimiz bilmaymiz. Shunda bir kun kelgan vaqtida şu ayol kishi desep yashash kerak. Kishiga muhtoj bo'lib qolmaslik kerak. Xalqning qo'liga qarab qolmaslik kerak. Nurg'un narsalar kelgan vaqtida burnimizdan uchundan ko'may, ma bolalarimizning keyinligi qanday bo'ldi? Ma bolalarimiz keyin Uyg'ur bo'lib yashay olamdi. Masalan, biz hozir vatansiz mushkulni ko'ryapmiz. Bizning keyingi avlodlar yana mishbadimda davomlashadigan bo'lib qolsa, bizning keyingi avlodlarimiz bizdan beter kun ko'rdi. Hechchaga patmaydi, chunki vatansizning hech narsa yo'q ekanligini biz o'z amaliyatimiz bilan ko'rdik. Yani bunu sukut qilib o'zimizning jinini qo'g'dab, voy mishinchilik yash saqlam bo'ldi deb yashab o'tib ketaversak, biz o'lib tugaymiz. Avlodlarimizga kelgan vaqtida avlodlarimiz o'zining kimligini tanimay, o'zining kimligini bilmay o'tib ketadi. Yo'qaymiz shuni bilan. Butun millatni yo'qotgan hozirgi bir avlod bo'ladi. Bir avlodning zimmisidagi shu hozirgi shu yuk minoat ig'ir
Bunu biliş gerek, bunu bizning Uyg'urlarimiz to'nib yetish kerak. Elbette. Allah razı olsun. İşbarxanның fikirine bakay bu cihette. Onundan kim başka bir sualıga öteyli. Yani milli cihetten abaysız tarihteki bir qancha ayal hemşehrilerimizningki nimisini ismini tilga aldınız. Tarixdan aşındaq şəxslər köp çıqqan boldu, ayallardan, qızlardan. Bugünkü zamanda hem de bizning devrimizdimi ayal liderlar başlıklarımız çıqqan boldu. Ama umumen qarasaq teşkilatlarda, ictimai organlarımızda, cemaatlerimizde ayallarning içinde cesaretlik resmen biraz nimdeyimiz yönetici karakterdeki mesela bir işlerini başka çıqalaydigan ayallarımızninki sani az bolup atıdı. Bu cihette kız ayallardaki nimi o yani bu ılıqı asas bir yer kesellikimiz nerede yani? Ayallarning içinden texim köp liderlarninki, texim köp başlamçılarning çıkmaslığı. Fikriniz nedir? Ben bu meselede bizning Uyg'urlarimiz ichidagi hem ayollardimi hem erkeklardimi belli seviyede bu hani bunun sebebideki nima cümlemi toparlayayım Türkçe bo'lib ketdi. Uyg'urlarimiz ichidagi hem erkeklardimi bor bunu bu xatolikni agar izlaydigan bo'lsak erkeklarimizdami xatolik bor ayollarimizdami xatolik bor. Ama erkeklerimizde... Sizin abayqı, gepinizni kesip abayqı sözünüz bütünley Uygurca idi. Uygurca bilen Türkçe mana muşundaq yakın. Mesela bizning Uygurlarning içinde belli seviyede dediniz. Belli degan sözünü Uygurca mı işletimiz bazıcı? Bunun nimesi belli depçu. Seviye degan söz mü Uygurca? Emeliyetsiz hiç qanday Türkçe aralashtirmadingiz. Şunu korkmay sözlersiniz bu. Ya Uygurca, Türkçe meselesi de bizden Uygurlardan pek köp inkaslar kildiğinliği işinmeyçi. Şunun için en az şekilde hatta sözlemeyi deyip durup sözgen için hayacınımdan hatalığını ketmeyim kılana. Doğru düşünüyorlar. Bu yer demekçi boğunun kişilerimizdeki mesela ayallarımız nispeten ayallar nimiş kılalaydı. Ayallarının degen çeçuzun əxliqsqa. Ayallar boğankin, hütün kişi boğankin öyde otasın deydiğen şundaylıqı besim bek güçlü. Bizden ayallarımızın üstüge kişilerinin bir vatkan bizden Uygur kişilerinin bir vatkan besimleri bek güçlü. Hem yakınlarımız bu mevcut hem otur yaş olsun bizden çoğunlar olsun ben bunu özlem şahit oldum. Hakikaten bu bastırış bek köp. Ayallar bastırış. Şunun için ayallarda ilgili bir cesaret bolsumu mening xalqim nimdep qala falan kişi falan bizden çoğumuz nimdep qala degandek shundayliqi tereddüt nime Tereddüt mü Uygurca gap? Tereddüt mü Uygurca gap devrim? Tamam. Ashta tereddüt payda bo'lib qolgankin kalısida bunda cesurluk bilan o'tirg'i chiqolmaydi kechu. Hem onun üstüge tabi bu fakat kişilerin hatası emez. Ayallardı mı? Özü bir insan buluş sütü bilen insani hak hukukunu qoğdaydıgan Müslüman bir Müslüme buluş sütü bilen ya tarihki qarab beqin qeyrindişim tarihtiki mındaq Hazreti Hatice'lerge Hazreti Ayşe'lerge qarab beqin bizmi muşula qılgan işlerini qılalaymiz. Bizning rolumuz muhim deydigan ne mındaq dadillik bilen bu haq bolğanki nesli özünün haqqını savundaq qoğdaş cəhətdə dadil buluş gerek. Cesaretli buluş gerek. Hem ayallarının cesaretsizliki hem cesaretlik bulaydı şu kişilerinin davamlıq bastırışığı uçurgan bolğanki Uygur hanım kızlar. Həqiqi bizdə ən bütün millətdə bay kəmçilik bu. Biz bu yerdə özümüzün millətini qandaq bo'lib ketsin yaxshi ko'rimiz, davomli hayotımızdan oxirigacha shu yaxshi ko'rimiz o'zimizning millati. Ama milletimizdeki kamchiliklarni tunumay turib, ortiqchiliklarni paydo qilolmaymiz.
Artıqçılığımız var. Verip özümüzün aylık kemçiligini görmeyi bundaq davam ettiysek, ayallarımız mesela özgəmeydi yoki cemiyet özgəmeydi degenge bir cemiyeti özgəyə düştüm, ayallara ihtiyaç var. Çünkü ayallar özünü özgərtkəndən keyin onun evlatları özgürdü. O evlatlar özgərsə anandan keyin o cemiyet özgüreydi degenge. Şunun için bir yerde şu nokul sebep fakat ayallarda yoki fakat erlerde de kesip aytamaydiganmiz şu hem erkeklarda hem ayallarda var bir kemçilik. Mesela bu cihette siz şu yakın zamanda ciddi bir hizmet kılıvatsız. Biraz hizmet doğruluk paran kılaylı. Ben bu yerge ikiranga Uygur Hanım Kızlar Hareketi'nin yeniden başlanışı dep yazdım. Aslında Uygur Hanım Kızlar Hareketi'nin ki jaryanı yoki davamı dep yazsak mı bo'laverdi ama men buningdan keyin bu 2019 yılga bek ümidim ba. Bek jasoratim ba. Bu 2019 yılı inşallah miladi boyunca muşu halkımız chet eldeki yana uyg'onmagan 70-80% Uyg'urlarninki umumyüzlük uyg'onib ketishiga men biraz ishonaman inshaalloh. Ve onun için bu 2018'nin ahiri mana kelar ay 2019 kirdi. Muş 2019'da bir yeniden uyg'onib ketsek degan umidda men bu xatni yazdım. Yani qizlar, ayollar, erkeklar, cho'nglar, kichiklar degan masalada. Siz mesela hoş. Tamam kılın. Toplamayız. Ben bu yerde yeni bir cümleni deyiş doğru kildi. Bizim Uygur erkeklerimizden yoki bütün mesela Müslümanlarda mı bir ahval bu. Ayallarını aldı bilen şu ictimai cemiyette bir yerge kelgen vaktimizde, bir sorunga kelgen vaktimizde en aldı bilen bu bir ayal yani cinsiyet şeklinde ayal dep durup karaşamaz. Onunla belki bu bir insan. İnsan közü bilen karşı pek muhim boğan bir mesele dep karayman. Çünkü biz men şahsenge hizmetin nim kılandığınız, sözlendiniz. Hizmet kılan vaktimizde hiçbir zaman erkeklerge bu bir erkek, bu bir oğaldalar diyen köz bilen karamadım. Hiç kayıs gayrım dışında bu köz bilen karamadım. Fakat bu bir insan ve bu insan Minan milletinden boğan Uygur milleti hem üstülük Müslüman. Zaten ayet mi var Müslümanlar, müminler birbirinden kıyırındaştır der. Şunun için ben fakat o insan közü bilen ondan keyin biz kıyırındaş dep durup şu kıyırındaş mikrim bilen bakaradım. Ve hakikaten işini alar ki hazır körüvatkan hanım kızlar, ağaççılarım yoki sanalarım işini alar ki bunun neticesini kördük. Ben müşahede 4 yıldan yakı, 5 yıldan yakı etrafımdaki yaş oğallar olsun, tanıştırım olsun, yoki menden çoğun olsun, kiçik olsun, hemmesiga en aldı bilen insan közü bilen karadım. Ulamı bana insan közü bilen karadı. Ular men kıyırındaşlık mihrini verdim. Ular mı bana kıyırındaşlık mihrini verdi. Bu yerde siz karşınızdaki insana kandak muamele kılsınız, şu muamelenin alırsınız. Yani Rabbidan ziyade mında takvalıkka bağlı bilip, oğallar bilen gepleşmeslik, ulardan qıçıp, mahlukattan kaçkanda qıçıp gitiş, bu doğru bir iş emez. Bu yerde İslam'ın ölçüsünü koruğan esasda. Yani kız ayallar bilen erkeklerinin sözleşken vaxtıda yoki bir sorunda oturup koparışmışlar muameliyat boğan vaxtda muamelesi bir kandak buluş gerek. Ölçüsü kandak buluş gerek. Bu yerdeki ölçüsü muhim. Yani gep kılmaslık, kıçıp gitiş, hemen ersin beşini tartıp yokat gitiş bu asan. Her kandak bir insan için bu asan bir iş. Ama o insan eğer bir ayal ve bir erkek bir yerde kilir, tabi bu yerde hata düşenlerle yalnız bir yerde demek istemezler. Hizmet devamlı şu kolektif asaslı hizmet buludu. Yalnız bir yerde gelsin diyen gep emez, bunu hata düşenlerle. Ayallar bilen erkekler bir yere gelip hizmet kılan vaxtıda en muhimi otursideki şer'i o toğra bir-birisiga muamele qilish ölçüsünü qo'g'dayoldi mı, qo'g'dayolmadi mı? Bu yerdagi taqvolik aslida mishadan chiqadi. Yani anandan keyin biz taqvo bo'ladigan bo'lamiz.
Yani uyumuzda oturup alsak, hiç nima qilmasak, kishilarga hech qanday hech shaklda gap qilmasak bu oson. Hammamizga oson. Ama muhim bo'lgani shu o'ttirg'i chiqqan vaqtimizda, bir yerga kelgan vaqtimizda yana shu taqvoligimiz bilan ölçümüzni, şer'iy ölçülerini qo'g'day olgan asosda muomala qila oldikmi, qilolmadikmi? Men shuni qo'g'dagan asosda yillardan beri bu yerda Maraşda 30-40 o'g'il o'quvchi bor. Hammasi bilan shunchalik qarindoshlik mehrimiz bor. Hem bir-birimizga inson ko'zi bilan qaraganligimiz uchun, qarindosh deb turib qaraganligimiz uchun hech qanday bir xato tushunish bo'lamdi, ziddiyat bo'lamdi, to'qinish bo'lamdi, bunday ishni biz yashamaymiz. Shuning uchun bizning Uyg'ur xonim qizlarimizga mushuni men demoqchi. Ya'ni Allah razı olsun. Hakikaten qanday siz muomala qilsangiz, siz qanday muomala qilsangiz, qarshingizga shunday muomala qildi. Gapning xulosasi oldi bilan bir-birimizga inson ko'zi bilan qaraylik. Onundan keyin harakat qilaylik. Chunki inson ko'zi bilan qarayolmasak, jinsiyatga qarab olsak, hech nima qila olmaymiz. Allah razı olsun. 2019 yılının Uyg'urlar uchun bir uyg'onish yili bo'lishini umid qilaman degan masalani o'tirib qo'ygan ekan bir qarindishimiz yozibdi. Uyg'urlar uyg'onib ketdi, asosan Uyg'urlar uyg'onib ketdi deb mening ismimni yozibdi. Bu yerda uyg'onish hamda bir qancha ming odamning namoyishga chiqishi yoki hamma Uyg'urlarning uyg'onib ketgandek ko'rinishi emas. Men masalan hozir mening yonimda 2 dona telefon bor. Bir telefonda butunlay nim bor shu WhatsApp to'plari. Her kun kilovatga uchur necha 10 WhatsApp to'plari mingdan ishib ketadi yoki 1,5 ming 2 ming dona uchur kelib ketadi ba'zida. Necha 10 WhatsApp to'pidan men faqat shu nimani taqitish uchun ba'zi to'plarga kirib qo'yib qo'yma bu telefon davomli ishxonamda turdi, yonimda turmaydi. Ba'zi bir qancha ming uchurlarni ko'rma xalqimizning haqiqatan jiddiy ish qilayotganligi, bak jiddiy shu xizmat qilayotgandek ko'rinadi. Amaliyotda qarasak, shu WhatsApp to'plarining hammasida yo surat, yo gap yoki bir narsa. Ammo ko'pinchisiga men xizmat tanlab baqdim. Men ko'pinchisiga demay bir qismiga qarindoshlarimizga yozdim. Qarindishim mama jihatda xizmatga ehtiyojimiz bor, qilib beralamsiz desak, nurg'unlarning vaqti yo'q ekanligi, ammo WhatsAppda ancha-muncha o'ziniki vaqtini chiqardiganligini degan bo'ldi. Ya'ni bugungi Uyg'ur muhojirlarininki WhatsApp, Facebook, YouTube'lardagi vaqtiga qarasak, xuddi hammamiz uyg'onib ketgandek bir shaklni ko'ryapmiz, ammo xizmatga kelsak, o kadar ko'p xizmat borki, Abay Dilnur xonim singlimiz shuni deb o'tib ketdi. Qildigan shunda jiq ish borki, bu yerda odam yo'q. Ammo WhatsApp to'plari qarasangiz, shunda ko'p uchurni ko'rasizki, butun odam shu WhatsApp to'pida xizmat qilayotgandek ko'rinadi. Ya'ni xizmatga uyg'onib ketishni maqsad qilyapmiz qarindoshlarim. Uyg'ur xalqi xizmatga, mujodilaga, kurashga, o'qishga, Abay Dilnur qarindishimiz degandek, o'qish kerak. O'qishga hozir butun ilmning ishiga ichilib ketgan bir zamon. Bugungi dunyoda o'tgandimi, Erkin Sidiq apandim bilan shuni deyishdik. Bir odam hozir osmonga chiqaman desa yoki oy shariga chiqaman desa, chiqa oladigan bir yerga kelyotdi. Eng oddiy usulni nima deb berdik? Masalan, yaxshi o'qiydi, Amerikaga kirdi va NASAga numeri yaxshi bo'lsa, NASAga kira oladi ekan. Dunyoning har qanday bir yeridan bir odam va NASA'ningki Marsga chiqish projesining ichiga iltimos qila oladi ekan. Ve Marsga chiqqidek darajada o'qiy olsa, tirishchanligini ko'rsatsa, Marsga chiqa oladi yoki osmonga chiqa oladi deyli, oyga chiqa oladi deyli. Ya'ni bugungi dunyo bir inson nima ish qilaman desa, qila oladigan zamonga yetib, hozir har qanday bir savolning javobini Google'dan yoki YouTube'dan ola oladigan bir zamonda Uyg'ur xalqining, muhojirlarining o'rganmasligi, o'qimasligi, ma'lum bir narsani o'ziga xalt qilib kiyibla, ya'ni bosh kiyimi qilib, masalan, mushni qilsang jannat kirsa, mushni qilsang taqvo bo'lsa degan tushunchaning ichiga kirib qilishi, boshqa islomning ko'rsatib bergan nurg'un nimalarni tashlab,
uning farzlarini tar doiraga kirib qilishi bizni uyg'otgan hisoblanmaydi aziz qarindoshlar. Ya'ni buning uchun xulosa o'qishga uyg'onayli, xizmatga uyg'onayli, o'rinliqdan uyg'onayli, pul tepishga uyg'onayli demoqchiman. Ya'ni pul tepishning yo'limi ochiq, ishlashning yo'limi ochiq, o'qishning yo'limi ochiq, bola tarbiyalashning yo'li ochiq, o'zimizni tarbiyalashning yo'li ochiq. Bu jihatda uyg'onib kelsak, inshaalloh tuning o'lish kungi suhbatimiz dedik. Tibetlarninki hozir chet elda 12 ming dona xizmatchisi bor ekan. Agar Tibet mustaqil bo'lib qolsa, mush 12 ming kadr bilan darhol Tibet davlatininki asosiy qatlam sud kollegiyasi, ijtimoiy organlari, maarif, elektr energiya, her türlü ministerlarda ishlaydigan. Ya'ni shu bir davlatda bo'lashga tegishli xizmat o'rinlariga kiriblam ishlab davlatni yönetib ketalaydi ekan. Ammo Uyg'urlarning ichidan sanoqli olimlar bor ekan bizda. Masalan, hozir Sharq Turkistonni mustaqil qila olsak, hozir kelar yil Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa inshaalloh asosiy qatlamda kim ishlaydi? Maktab organlari, diplomatiya organlari, siyosiy organlar masalan, qurolliq qismlar va yoki her türlü organlarda kimimiz bor? Kim ishlaydi? Qanchalik adamimiz bor? degan masalada biz Tibetlarga o'xshash 12 ming xizmat nemisi bor deb mundaq deyolmaymiz hozircha. Shuning uchun shuningga uyg'onsak demoqchiman. So'zni Dilnur xonimga beray. Bu jihatda biroz konkretroq shaklda, ya'ni xizmatda qandaq bir nimaga erishdingiz yoki xizmatingiz qanday ketdi? Shunga bog'lab turib bir qiz ayollarimizga bir uchur bersangiz. Endi shu o'qigan ayollar qaysi jihatdan bo'lsin o'zi qilishga tegishli qo'ldan keladigan ish bo'lsa, bu vatan da'vosi meni qaysi jihatdan bo'lsin bir ishlarni qila oladi. Chunki qo'saqda umash bo'lsa, shuni joriy qildiradigan amal o'rin chiqadi. Bizning hozir o'zimizning davlatimiz yo'q, biroq biz ixtisos egalariga muhtoj. Uyg'urlar ixtisos egalariga muhtoj. Ba'zan nurg'un doktor bor deydiganmiz, u deydiganmiz, bu deydiganmiz deydi. O ma'qul doktorlar bor. O'zbekistonda xizmat qilyotadi. Biroq soni 10-darajada biz aynib ketgandek darajada jijiq emas. Hem ularning ichidimi hammasi hamda vatan davosiga ichidan chiqarib kuyab xizmat qiladigan, hamda o darajada emas, hamda qilmaydiganlarmi bor. Uni ko'z yumsaq bo'lmaydi. Hamda shu butun shu aldirash vaqtini yana az vatan davosi uchun ajratib shu xizmatlarni qilayotgan doktorlarimizdan, cho'nglarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ammo sizning qanchalik hamda iqtidoringiz bo'lsa, Miş vatanninki mayli hozirgi davosi bo'lsin, mayli keyin shu nem qilsa, miş vatanimiz ozod bo'lib qolsa, mustaqil bo'lib qolsa, vatanni qayta qurib chiqish uchun bo'lsin, cho'qim keragingiz bo'ladi. Bizning vatanimiz qurib chiqib, agarchanda mustaqil bo'lib qolsa, o'ylab qo'yinglar. Milyonlarcha insonlar, masalan, hozir 3 milliondan 5 millioncha edi. 3 milliondan 5 millioncha insonni lagerlarga solab, ularninki badallarini butunlay qadin chiqadi. O insanlar bizningki beqishimizga muhtoj insonlar. Agarchanda shunday bir kun kelib qolsa, mush vatan sirtidagi hammadan berib shularni beqish kerak. Davlatni qaytadan qurib chiqish kerak. Xitoy bizga bek chiroyli o'ylarimizni qo'yib ketmaydi. Bizning butun narsamizni vayron qilyapti. Atom bombasi 60-yillardan tortib shaharda itilgan turibdi Taklimakonda. Qashqar shaharda 80% adam reaksiya xarakterlik badanda turib shu havaraydan reaksiya shu badaniga reaksiya berib, shundan qilgan avval naitda umumlashib ketgan. Men qizimni 2005-yili doktorxonaga borib, sababini topolmay kesilninki. Shu chog'da tekshirtgan vaqtimda shuna degandi. Bir kuni borgan, shuni tekshirsam, balamga 16 xil narsa reaksiya berdi ekan. Ben doktordan shu chog'da so'radim buningki Nemiz bağımı davalaş, imkaniyeti bağımı desem davalığı olmaydı dedi. Siz davalaş için çok bir yerden ekitişiniz gerek. Bu muhit tutusu olmaydı çünkü bu muhit ekologik muhitimiz buzulup bulğunup ketkeşken müşüm muhit reaksiya qilgan balığa dedi. Andan bu qanday gap bo'lib ketdi desam, "Voy bu degan odat ish bu, 80% adam shunday tursa bu yerda uni hayron qolamsiz" dedi.
bizning muhitimiz, tabiiy muhitimiz shu darajada bulg'anib ketdi. Nurg'un narsalarimizni buzib etdi. Ash narsalarni qaytadan qurib chiqib, eslik keltirish uchun odam kuch kerak, ixtisos egisi kerak, ashunga ishlaydiganlar kerak. U chog'da nega bormiz? Hozirgidek Qur'on kursidan boshqa yo'q bormagan bolalarimizni nega olib, nega ishlatamiz? Nega qo'yamiz sizlar beqonlar, nega qo'yamiz shu bolalarni? Bu Qur'on kursi masalasida biz Alloh xolos oldimizgi zamonda yana suhbat elib boramiz. Shu uşaq bolalarimizni cho'qim yetishtirishimiz kerak. Ashular har bir bolamiz bir ixtisos egisi. Aslan cho'qim bir kasbda mukammal tarbiyalab chiqishimiz kerak. Bolalar yetishib chiqishga 10-20 yil vaqt ketadi. Ash 10-20 yil ichida ota-onalar o'zini mukammal tarbiyalash kerak. Mayli bolamiz bo'lsin, mayli o'zimiz bo'lsin, mayli dadamiz bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, shu vatanga vaqt kun kelsa, ashunda bir qadam basa oladigan vaqtimiz kelsa, qadam besib, ashaga berib, bir kishiga xizmat qila oladigan holat kelishimiz kerak. Ashadagi bizning urug'-tuqqanlarimiz biz uchun yetyotadi shu lagerda. Sening palonchi tuqqaning vatan sirtiga deb yetyotib yotqizib-yotadi. Masalan, biz uchun bedel to'layotadi shular. Shu biz uchun shuncha jabon tortdi, shuncha bedelni to'ladi. Bizim shular uchun vaqt kun kelganda shunday bedelni to'lashimiz kerak. Shu vaqt kelgan vaqtida biz berib shularning oldin xabar olib, ashlarni beqish uchun, turmushini qamdab, ashlarning kasalligini davolatish uchun iqtisod ketadi, yana nurg'un ishlar ketadi. Shuning uchun ham adam kerak. Hozir bu vatan sirtidagilar buning sal qarshi bo'lmaydi. Allah razı olsun. Ayollarning xizmatini ayollarning qo'llash masalasida bak qiyinchilik duch kelgan to'q chet elga yangi chiqqanda Uyg'ur ayollar. Bular shu 2013-2014dan keyin bir qitimliq ko'ch bo'ldi Sharq Turkistondan Uyg'ur muhojirlarninki. Bu zamonda ayollarning bir yerga kelish masalasida mayli WhatsApp to'plarda, mayli Facebooklarda ciddi bir urush talash bo'ldi. Bir ayol kishi chiqib, masalan, xizmat qilaman desa, 10 ayol kishi uni tutib olgan bo'ldi. Bu jihatda amdilatin bir jamoatlashib, masalan, ba'zi ayollar tashkilotlari, jamoatlar qurilib, hozir biroz yaxshi qarab ketyapti. Sizningcha ayollardagi bu ayollarga hasad qilish desak to'g'ri bo'lamdi, uni bilmayman. Yani ayollar bir ayol kishi jamiyatga xizmat qilaman deb chiqsa, boshqa ayollarningki, qizlarning uni tutib olish masalasi sizningcha butunlay isloh bo'lib bo'ldimi hozir jamiyatimizda yoki bormi? Yani sizning bu xil masala hamda qiyomatgacha tugmaydigan masala bu. Chunki bizni masalan shu o'tirg'i chiqib xizmat qilaman deydigan odamni cho'qim putlab yiqitib etmas bo'lmaydi. Chunki bu xizmatni qildigan odam kim o desa, shu o'tirg'i chiqqanlarni putlaydiganlarning hammasi Xitoyninki tarbiyalagan odamlari. Ular asosiy rol o'ynaydi. Men shu xizmat qilish jarayonida shuni his qildim. Shu Facebookda, shu WhatsAppda ko'zga ko'ringan odamning hammasini shu to'xtamay hech qanday ish qilmaydigan, maxsus shularni tillaydigan odamlar bor. Hech qanday ish qilmaydi. Uning qildigan ishi faqatla birsini sistish. Kim bosh ko'tarib chiqqan bo'lsa, shuni sistmisi bo'lmaydi. O sistgan xabarni taqatgan ekan bizning xalqimiz bu odam kim o? Ma gapni qilayotgan odam, nadin kelgan odam. Uning bilan kari yo'q, yozgan narsani o'qiydi-da. Shuninglar shuningga sinib ketib qoladi. O bosh ko'tarib men oldimga chiqma degan odam shu yerda yiqiladi. Zarbaga uchraydi. Bizning xalqimiz uyg'onish kerak. Ana hozir shu oldin menayotganlarni, shu davo sepida xizmat qilayotganlarni qo'llamasa, endi bu davoni oldin mangdi bo'lmaydi. Unda birisi arvini u tarafga, birisi bu tarafga tortadigan vaqt o'tib ketdi. Hammamiz qo'limizdan kelishicha, qaysimizdan qo'lidan nima ish kelsa, shuni qilib oldiga menishimiz kerak. Ayollar bu jihatda qaysi tarafdan o'zgartirilishi lozim? Ya'ni mesela ayollarning qildigan ishlari nurg'un. Uyda o'tirib qildigan ishlari, masalan, tashviqot qilsa bo'ladi o'shami, yo uyda o'tirib qilsa bo'ladi, uni cho'qim talab qilishni hojati yo'q. Masalan, bolalarni tarbiyalasa, bolalar maktabga berib, o'qish jarayonida o'zining bir Uyg'ur ekanligini shu maktabga tunishsa, 11 xizmat. Masalan, bu jihatda men birozdan keyin yana so'rayman. Ayollarningki shu, chunki men bir ikki ishni his qildim-ku. Men ayollarni ekranga olib chiqishda nihoyatda jiddiy nima uchqodim. Bak cho'ng besim uchqodim.
Derhal bazı din okuganlarmı ayet hadisler bilen hücum kılgan boldu. Hakaretlegenler boldu ama men ayallarning Uyghur ayallarının o'rnini yuqori ko'tarish masalasida bizdeki bu ayallarga qarata qarashning passibligi masalasida nihoyat ig'ir masala borligini qalbimga kirib bilib men buni cho'qim olib chiqaman deb buni mangdim. Bunun da ayallar intayin güçlük rol oynadı. Yani ayallar mesela bir ayal kişi ekranға çıksa veya ki bir işe çıksa mesela ayallarning içinde mesela piyada mang'an veya o'qigan bu degandek ayallarım çıktı namoyishni oldiga o'tgan. Derhal yüzlerce ayal kişi bununla karşı çıkanlar bo'ldi. Nihoyat ciddi bir qarshilikni ko'rdim. Ayallarning ichida xizmat qilgan ayollarga nisbatan qarshilikninki erlarga qaraganda bek jiddiy bo'lganligini his qildim. Shuning uchunmi chiqanmam degandi bu ayol qiz ayollar bu kurash maydoniga va bu xizmatga bu uyg'unishga uning uchun chekilamdigandi deb o'ylab qoldim. Siz masalan bu jihatda chekinamsiz? Menga mashta hujum qilganlar bor. Menga deganlar bor. Ayol kishi o'g'anlikka qisib o'tarsangiz bo'lmamdi deb. Ben dedim, ben kısıp öyle otarsam, ben aşkı balamı siz bekip veremsiz. Ben aşkı balam veterine kaldı, şu aşkı balamı çıkıp ver onda olsa dedim. Aşkı balam da ağırlık kaldım, azapını tartıp atmam, ben olmuş, azapını tartışımda kim sebepçi? Şunun sorumluluğunu ahır kıyamet vargan çağda kim verdi o desem karap durdu. Ulanın məqsəd nimi ikən hem de mesela siz... Ayakta bolsam ahırkı cemlik bana mı? Siz nem dediniz özünüzden şey? Davaga kelme degende asas maqsadi nima ekan? Yani sizni ishga men ayol kishganman, ayol kishi uyda o'tirishi kerak ekan. Ayol kishi o'tirib chiqsa bo'lmaydi ekan. Mening ayol kishi bo'lganligim bu da'voga yiqilishimga shu nim bo'ldi ekan, to'saqo bo'ldi ekan. Men dedim, men erlarni o'zimga jalb qilish uchun yoki boshqa maqsad bilan chiqmadim. Men xizmat qilyapman. Men da'vo qilyapman, men bolalarim uchun oxirgi tiniqim qog'ichamlik Mağama, bu yolda to'xtab qolmayman. Agar mening bolalarimni talab qilishimni, bolalarimni beqishimga siz aralashadigan bo'lsangiz, ochiq gapingizni qilsangiz bo'ldi. Men hech qanday odamdan bir narsa talab qilib boqmadim. Men o'zimning bolasini boqaman da'vatman, men o'zimning bolasini talab qilyapman. O'zimning bolasi uchun chiqyapman. O'zimning bolalarimning kelgusi uchun dasab meyapman. Shunga qilgan gapingiz bo'lsa, mening karim yo'q, kenimni qilamsiz. Nada qilsangiz o'zingizning ishi. Allah razı olsun. Allah'ım yok da kulkan etip gidiverdim. Sözü to'xtab qoldi. Yani aslında bunu ilmiy jihatdan bir doğru topa olsak bu jihatda. Çünkü 2019-yılı Uyghur kız ayollarının uyg'unish masalasida yana nurg'un qiyinchilikqa duch kelishimiz mumkin. Bu jihatda ilmiy jihatda masalan Ishbarxon siz ilohiyatni Pütkezdiniz ya ki pütkeziş aldı da bir qancha ay içinde pütkezdik siz. Bu yıl ya ki. Hoş. Yani dini cihetten olsun. Bu cihette muş meselini el kılıp ötelsek ayallarının içinde muşu aldığı çıqqanlarını, hizmet qilganlarını tatılaydigan, ular karşı çıkıdigan, ularını seslidigan meselelerinin bir yolu bağımlı bu cihette bir kalmanızda okunmalı. Bu cihette hem de insanın fıtratida banese bu ilqi bulatmış şu ayallarda köprek bulduğun şeydi. Bir-birisiga hasad qilish, bir-birisining qilganlariga nima deymiz? Ya o'zi qilmay yoki boshqalarga to'salg'i bo'lishchi, aldiga to'salg'i bo'lib chiqaverish yoki uni tushirib yetishning qo'yida bo'lish degandek bunda hasad qilgan ishlar endi butun faqat ayollar bilan emas, insonlarning fitratida bo'lgan bir narsa bo'lganligi uchun buning endi tubdan yiltizidan qurib ketadigan gap yo'q. Yani bunu o'zgartirmaymiz, ammo buni azalta olamizmi? Albatta azalta olamiz. Undaq bo'lsa bu qanday azaldi? Eng oldi bilan shu biz boshqa millatlar qaraganda, boshqa qavmlar qaraganda hozir Uyg'urlarning endi yo'q bo'lib ketish girdobida yashayotgan bir millat bo'lgankin, biz ham ketalda yashayotganlar tamam, yo'q bo'lib ketmaymiz. Yaşavatımız, yeni neslimiz köpüydü bu şekilde devam kıldı diyen bilen
Bizning vatanda qolib qolgan millionlarcha yeni qarindoshlarimiz bor. Ularni jiddiy bir şekilde Xitoylar asmila qilib o'ltirib yo'qotib etib bordi. Bir Uyg'ur bo'lish bilan mushuni kallasiga keltirgan vaqtda yurak bir jig'idi bo'lib ketish kerak. Agar bir inson Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, mushuni o'ylagan vaqtida yuragi jig'ildash kerak. Toptu men Uyg'ur qarindoshlarimga aldı bilan shu Uyg'ur qarindoshlarımni suyishim kerak. Nima ish qilsa, da'vo xizmatlarida kim bo'lgan bo'lsa, men uningga o'ziga hargizmi iliqda da'vo qilayotgan insonlarning shaxsiyatiga cho'qim hurmat qilib, shu cho'qim uni bunday ko'tarib yo'g'ontin degan gap emas bu. Balki bu shaxsning qilayotgan da'vosi hozir dunyoda eng shu ig'ir zulmga uchrayotgan eng haq bir da'voning ishini qilayotgan bo'lgan keyin, shu xizmatini qilayotgan bo'lgan keyin, da'voga bo'lgan hurmatingiz bo'lishi kerak. Bu da'voga hurmat qilgan vaqtingizda tabiiylar işçimizdeki o esnek to'xtab qoldi. Tabii faqat mushulanmi deganda bu yetarsiz. Yani hurmatingiz sababli yana shu esnetingiz to'xtab qoladi qizlarda o yeni to'xtamaydi. Bu yerda sizmi uchirdingizmi buningga? Bu masalaga. Abay biroz deb o'tib ketdingiz-da. Sizmi mushundaq qiyinchiliklarga uchradingizmi? Dilnur uchragandek. Men ko'p uchirdim. Men ko'p uchirdim. Endi meningmi ilqi yeshim hozir men 5 yildan yoqi shu tang tushlarim bilan masalanga nim qilgan vaqtimda yeshim kichik bo'lganki, hem yeshi kichik, hem işte qilib oladigan deymiz. Buni ilqim yerda hozir uchuq. Dilnur siz biroz keyinga kerak to'g'rilab qo'ying. Siz biroz aldaga bo'lib qolsiz. O'zdan qilavering. O'zimni bu yerda o'zimdan bahsederek anlatqım yok, mahtivağım mı yok. Ama hem de tanıştırımlar içinde hakikaten benim etrafımda ben bu hizmetini başlayıp kılıp canımını köydürüp şu muhabbetimiz için bir büyüyen mesela ben bir gün içinde bir iş kılanmay kalgan bolsam keçisi uxlayanmay kalgan günlerim vardı. Çünkü benim. Bu şekilde ben en aldı bilen bularni qandaq yangdim, yani insanlarning menga bo'lgan esiti bo'lsin, ko'ramasligi bo'lsin, bularni qandaq yangdim degan vaqtda men faqat samimiyat bilan yaqinlashdim. Yani bütün kız ayollarga, hozir qiz ayollarning gapini qilyapmiz. Bütün qiz ayollarga shu eng cho'nqur samimiyatim bilan, eng cho'nqur so'zim bilan, yine eng cho'nqur uyg'urlik kimligimiz bilan men biz degan qarindosh deb turib, menga nimalar qilishdan qat'iy nazar, shu samimiyatimda chang turdim, da'voyimda chang turdim, da'voyimdan aslo bir qadam mushkamcha orqamga men chekinib boqmadim. Ya'ni bular voy bo'ldi, bu men nima ish qilsam qilay, bular yana menga shu askilik qiladi ekan, nonko'rlik qila oladi ekan, menga ko'nglimga azob berdi ekan deb endi yeshim kerakki, deymiz, yaşça çoğun bo'lmagan keyin tajribam oz, to'liq pishib yetilmagan birisi bo'lishitim bilan shunda o'ylay oldim. O'ylay desam masalan uchun o'zimlikda boshqalar menga esat qilaverdi ekan, menga tasavvur bo'laverdi ekan, men nimanda o'zimni charchdima, yerib qolma degandek bularni o'ylamadim emas, o'yladim. Ba'zi vaqtlarda kallamga keldi bular. Bo'ldilar degan vaqtlarim bo'ldi kallamda. Bu tabii men shunda o'ylab qolgan vaqtimda hemen tarat oldim. Tarat ilibman Xudoga yalvardim. Xudoyim bu tushunchani cho'qimla menga shayton o'ylag'izdi. Shayton o'ylatganlik uchun shaytonning sharridan meni saqlang deb turib, bu şekilde duo qildim. Undan keyin samimiyatim bilan yana şu menga maytatganlar bo'lsin, yeni men berib o'zim birinchi qadamni yana shu da'vo qilib kirgan bo'lgan keyin da'vo adami bo'lish uchun bu sabr bizda bo'lishi kerak. Men buni his qildim ikinci bo'lib. Shu sabr bilan yana shu samimiyatim bilan davomlashtirgan bo'ldim. Yani bundan da yo'q bo'lish uchun qiz ayollarda yana shu nima bo'lishi kerak? Boshda ang bo'lishi kerak, ang seviye bo'lishi kerak. Bu seviyenin yetilishi uchun cho'qim bilim elishi kerak. Faqat bu yerda men shuni o'tirib qo'yay. Dilnur, siz biroz pastga qartib qo'ying, sizning ko'rinishingiz buzilib ketib qoldi.
Biraz eski kartım. Ma bizning Uyg'urlarda hozir bek jiddiy ahvol bu. Faqat ilohiyat kasbi bilan o'qish, o'qil bir ayollar zaten hammasi kelganlar, Misrdan kelganlar bo'lsin, vatandan chiqqanlar bo'lsin, hammasi faqat ilohiyat bilan tanlaydi fakültede o'qimoqchi bo'lsa. Shaxsan men ilohiyat tanladim-da. Ammo ilohiyat o'qishim kerak endi. Men vatandalik o'zim ko'rildi bek unda medrese deydigan zaten unda bir hukum yok. Dinimizni ögündiğen bir mening sharoitim bo'lmaganligi uchun men cho'qim dinimni bir boshda ögünüşüm kerakdi. Şu an men ilohiyatda o'qidim, ammo bizning Uyg'ur jamiyatimizda faqat ilohiyat bilan emas, Allohning bu fizik, ximiya, matematika, hepsi şu Allohning ilmi. Yani faqat şu siyer, tefsir, hadis bularla emas, şu psixikadan tortib sosyologiyacha hammasi shu Allohning ilmi asli, astronom shu hammasi. Shunda bo'lgankin biz cho'qim qiz ayollarimizni hamma sohada tang yetaklab, demak, o'zini yetishtirib, bilim bilan qurollanirish kerak. Bilim bilan qancha ko'p qurollansa, uningkin zaten o'zida bir xillik qancha pishib yetilgan siri, u meva pishgan siri pastga sanglaydi emasmi? Nima shal deymi? Şah sanglankda şu insan mı şunda kamılışıdır. Öyle pişkan sırı yine özü şu mütevazilik enim kılıdı, hasıl buludu. Hem o küçük birlik, kemterlik hasıl boğan sırı karşıdaki insana hiçbir zaman haset kılayıcı deydiğen an yokap gidiyor. Onun için bu bilim erişimi pek mühim bir faktör. Mişade siz başka ilimlerin erişinin mühim işgallik doğrusu hanım kızlarınki bunu dediniz. Mişade bir sual sorayım. Ben bunu erkek taliplarga, kıyırındaşlarımızga mı sordum. Bugünküçe neme üçün o astronomiya, fizika, ximiya, matematik başka penni koyup durulmuş. İlahiyette bugünküçe yakınki 20 yıl mabeyinde chet elde dini ilahiyet okugan kızlarının içinde xalq bilan birleşken xalqqa o'zining da'vatini, ya'ni Sharq Turkiston xalqining ayollariga deyli, xalqqa o'zining da'vatini ilib bora olgan notiq sifat bir hemşerimiz çıkmadı. Yani bunu men qo'shimcha so'ray, nima uchun chiqmadi? Buning sabablari bormi? Bugungacha yo'q yani. Agar siz chiqmasangiz, yani hozirgi minut qo'shimi yo'q yani agar masalan buni deyishga to'g'ri kelsa. To'g'ri bugünkü kadar hakikaten çıkmadı, doğru değilsiz. Ama bunun fakat bunda bir sebeplik çıkmadı da bir sebepini diyemeyimiz. Çünkü yine bunun bir mul sebepleri var. Kengri nezlerinde karışmamız gerek bu meseleye. Ama en başta şu qaraydigan bo'lsak, biz Uyg'urlardan hakikaten köp hafızlar yetişiyordu. Qari Qur'onlar bek köp bizde. Maturitim bo'lganga o'xshash. Ammo kunimizda bu Qur'on Kerimni yatlab birdan telefonmi yatlab bera oladi-ku. Ammo Qur'on Kerim bizning yatlashimiz uchun emas. Qur'on Kerim shu to'plangan vaqtda undan keyingi payg'ambarimizning vafotidan keyin shu boshqa musulmonlar yetkazish uchun şu devirde köpler imkılıngan, yatırılgan sahabeler tarafından, onun keyinki sahabeler ve onun keyinki Müslümanlar degandek buna yatlab şu günümüzge kadar Kur'an-ı Kerimni qo'g'dab eketbergen. Endi günümüzde bizning nega ihtiyacımız var? O sahabe dönemindeki o insanlar Kur'an-ı Kerimni tushunib, o'zi Arap bo'lmaganlarmi, bizning içimizden çıkan alimlerimiz mi Arapçını özünün tilini pişik bilgenden keyin özünün tiliga tercüme qilib, özünün tilida tushungan ve aşını hayotiga tatbiq qilgan. Ammo hozirgi kunimizda-chu yatlash bor, Qur'on Kerimni yatlan desak, o'qiran desak, shunday chiroyli qiroatlar bor, shunday chiroyli hofizlar yetishadi, ammo uni ma'nosini tushunmaydi. Ma'nosini tushunmay turib, uni yatlab qo'ysak, Qur'onni tushunmadik degan gap. Qur'onni tushunmadik degan gap hayotimizga bir nima qiladigan hayatımızdan ma'nosini tushundiganlarmi bor deyli. Mening asas
aylık hayatımızın desturu olan Kur'an'ı fakat yatlap koyupla bazı özel günlerde, alaylı günlerde okup koyduğunla kitap altında saklanıp kılıqlıq. Yani kiçik ballarımız hazır, ballarımızga şunda Kur'an'ın mənisi ögütülmek, özü Arapçası ögütülüvatıdı. Arapçası yatlıqızlıvatıdı. Ama bizim ihtiyacımız var neyse mənisi. Hem de ilahiyatçılarda mı okşaş ahval yüz berivatıdı. Çünkü ilahiyatçılarda yine başka bir sebep olsa insani ahlak. Bu ilaki başta biz yüzümüzü yörgeç olsun, tesettür meselesi olsun veya ki namazlarımızı dört okup geçişimiz olsun. Yani ibadetlerimizde bek yaxşı hatta bek takvalık kıldım da ibadetimiz bile çoğun bölüp şahsi ibadetten bahsediyorum. Özür. Şahsi ibadetimiz bile nimi berip çoğun bile özümüz olmak insani ahlakımız yoqap gitip barıdı. Yani bu insani ahlak olmasa öğrengen nersinin hiç karşısına faydası yok ki. Yani İslami bilim olsun ya ki fen ilimler olsun bütün ilminiz kançılık eşik gelsin ama insani ahlakınız olmasa o nöl degen gap. Yani Peygamberimizin devrinde ayalla isteydi. Peygamberimiz şu bizge ahlakını yaygan en başta. Ahlakını tuz düştün kegen. Şu bizden hazırlıkı bu ahlakın aşıda fakat biz ahlak desek cinsiyet, namus, şeref ya ki mındalam bizden adli düşüncemizdeki o ahlakdan emez. Bu ahlakın aşıda bek köp neslerini öz içine alıdı. Mesela hazır diginizde şu nimiş üçün ilahiyatçı bu turup mu ilahiyatçılardan kız ayallarımızdan mı da üzüp çıkan alimlerimizin körenmeyimiz diyeninde bunun sebebini aşıda yine şu kesbi ahlak diyen mənsə yeni açılan çıkırdı. Yani ikinci bir mesele kız ayallarda Uygurlarda duyduğundan keyin asanla şu okuş hayatıga nokta koyup okuş hayatıda çok olduğunda onun için taşıyıcıdan işler mevcut. Şunun için bu mu bir sebep? Yani alimlerin yetişemezliği, oturuşu, üzüp çıkılan bir ilahiyatçının mı çıkanmazlığı bunundaki bir mühim sebeplerden biri. Toydan keyinki okuşuna taşınıp gelişi. Şuna qarayın. Hem de mesela bunda hanım kızlarımız intayın köp. Mesela Suriye'de, Medine'de, Mısır'da okugan yüzlerce hanım kızlarımız toy qilgandan keyin asosan xizmatni tashlagan bu hamda sonliq statistika hamda. Mesela shunday etrafımız qarasak burun ilahiyat o'qigan qiz ayollarimizningki to'y qilgandan keyin asosan xizmatni tashlaganligini faqat u yer bu yerda Qur'on o'gitib qo'yib, uningga bir oyatni o'gitib qo'yib, buningga diyakdan dasturib qo'ygan ishni normal bir inson qila oladigan xizmatlarni shuni xizmat deb atab shuning bilan aldanib qilayotganligini hamda 99% ko'ryapmiz bugungi kunda. Hamda nima uchun men bu savolni so'radim desangiz, bizning bu ishkiron ilqi chiqib gap qildigan ishkiron emas. Ba'zan masalalarni hal qilishimiz kerak. Bu yerda masala hal qilish uchun qurimiz-ku bu yerni. Faqat bu yerda o'tirib biz paranglashib gapni qilib konuşur dağılıyor deb Türklerning gibi ekan-ku. Gap qildi undan keyin taqilib ketadi deb. Bundaq emas. Ertagün sizler va yoki boshqalar chiqsa xizmat qilish uchun uning g'asat qildigan, uning keynini tatadigan, uni yo'qotish uchun harakat qildiganlarning betjit bo'lishi uchun biz suhbatimizni tatib bu yerda qadamni tashlaymiz. Ya'ni qiz ayollarimiz maydonga chiqib Xitoy zulmiga qarshi o'zininki qobiliyatini ishga silib, buningdan keyin maydonlarga chiqsa, og'zinglarni yuminglar, hastinglarni yig'ishtiringlar, bularga qarshilik qilmanglar ki balki qo'llanglar deganni bu yerda qarindoshlarimizga o'rgatyapmiz desak bo'ldi aslında. Siz degandek, masalan, men so'zni hozir Dilnur xonimga beraman. Bu yerda mandaq bir narsa o'tganda tor dunyosida xeli taqaldi. Bir qarindishimiz İstanbulda Zeytinburnu'da ketyapsa, shunda o'rangan 3 xonim efendi yo'lda ketayotgan ekan. Bular
endi o yo'li billa tushib qolibdi bunga piyodalar yo'lda. U odam bularning iymonidan ta'sirlanib, mushundoq mana ayollarimiz mushundoq taqvo bo'lsa, nim degan Allohningki taqvo yaratgan mo'mina hamshirlarimiz-kan deb shundoq qalbidan shu kechibdi va yo'l biroz billa tushib qolibdi endi bir qancha metr oldi keyni. Shu oraliqda endi bu ayollarningki shu bir g'aybat shuning orasidagi g'aybati qulqiga kiribdi. Bu ayollarning og'zidan chiqayotgan gaplar boshqalarning keyindan qilinayotgan bir g'aybat ekan endi yig'ib kelganda. Buni anglab u odam ujuqib ketibdi, hayron qolibdi. Shu yerdan tövbe qilibdi Xudoyimga. Hargizmi sirtqa qarab boq bermas kerak ekan. U o'yliq shunda yaxshi o'rnab olgan, ammo ularningki parini butunlay harom bo'lgan. Ya'ni g'iybat qilish harom islomda. Boshqalarni ayblab, shundoq sharmanda rasvo qilib deyishayotgan gaplari bu odamning quliga kirib qilib, shuning bilan shu yerdan tövbe qilib, hargizmi boshqalarning sirtqi qiyofati qarab boq bermasak bo'ldi ekan. Taqvolik degan qalbda deb payg'ambarimizim degan shuningdek. Bundaq bir gap mashhurlab aylanib yurdi. U endi nihoyat obdan taqvo bir qarindishimizningki ko'rgan Istanbulda ko'rgan bir misoli. Xo'sh, shunga bu yerda ayollarning, qizlarimizning yuragini davolash, bularning ichki axloqini davolash, faqatla kiyimni aslida bir-biriga zidmi kelmaydi bu kiyim bilan taqvolik, ammo hozir bizning suhbatimiz shuningdek bir puroq berib qo'ydi. Qarindoshlar to'g'ri anglab olsa bo'ladi bu masalani. Kiyimlarimiz bilan chumkigandek qalblarimizmi axloq bilan g'iybatdan jiroq, hasaddan jiroq chumkalsa taqim yaxshi bo'ladi demoqchiman. Men vaqtimizni bir yerga beryotdi. Dilnur xonimga men so'zni bersam, buningdan keyin qanday xizmat qilasiz? Ya qanday bir plan projengiz bor? Buni endi hamma oshkorlang demayman, faqatla qiz ayollarningki men masalan sizlarning suhbatga chiqish oralig'ida men taxminan 7-8 qiz hamshiralarimiz bilan aloqalashdim. 3 dan 2 qismi rad qildi. Bir qismi nim qildi. Rad qiluvchilarning asosiy nimasi hamda ba'zilarning sharoiti to'g'ri kelmadi, ammo ba'zilar bundaq ishdan chekindiganligini, ya'ni qo'rqaydiganligini, jur'at qilolmaydiganligini, eng qo'rqayotgan bir masala boshqalarning gapidan qo'rqaydiganligidan iborat. Buning bilan hatto erlarimiz shundoq normalda ko'plagan qarindoshlarimizni ikkilanga chaqiramiz. Ko'pinchilari uni desam man deb qolammi, buni desam an deb qolam deganlarni chiqarlardan. Ammo ayollarning ichida biroz og'ir ekan. Buning uchun buning nisbatan sizlar bir yo'l boshlamchi xarakterda jasoratingizlarni ko'rsatib qo'ysangizlar xalqimizga inshaalloh balki bir narsa o'rgana oladi. Gapingizga kechirsiz, gapingizni bo'lib yetib qoldim. Bir 2 minut vaqt bersangiz shu jumlangizga qarata bir narsa so'zlasam. Xo'sh. Shu ma'unim deb qala deganlik jasoratsizlik. Asli bu yerda bizning tushunishimiz kerak bo'lgan bir masala bor. U bo'lsa insonlar, hamma insonlar, ya'ni qancha million, qancha milliard insonlar bor dunyoda yashayotgan. Bu insonlarning hammasini Alloh taolo o'xshamaydigan fikrlar bilan, o'xshamaydigan shu psixikalar bilan yaratganchu. Shunaqa bo'lganki, har bir insonning kallasi o'xshamaydigan fikrlar bilan to'shaq. Ya'ni siz bir savol so'ragan vaqtingizda 10 kishi javob beradigan bo'lib qolsa, u yerda 10 xil javob chiqadi. Bu demakki, hamma insonlar o'xshamaydigan ko'z qarashlari bo'ldi, dunyo ko'z qarashi o'xshamaydi, o'zining fikri, tushunchasi, hamma ishga qaraydigan masalaga chiqqan pozitsiyasi hamma jihatdan hech kimga fikrlari o'xshamaydi. Ammo hech kimning fikrini biz mutlaq haqda mal to'g'ri, mal xato deb buni kesib aytolmaymiz. Chunki hamma narsaning ilqi keng doiradan qaragan vaqtimizda o'xshamaydigan javoblari bo'ldi-ku. Shuning uchun hamma odam çok ilqi o'zi rahat bir şekilde Uyg'ur dunyosida bu kamchil bo'layotgan bir ish masalanga hammaylar erkin bir şekilde, rahat bir şekilde o'zimizning fikrlarini so'zlay olishimiz ve dadillik bilan bu fikrlarning orqasida turib isbotlab ilmiy munozara qila olishimiz kerak. Ve karşımızdaki bütün Uyg'ur
camiyasidagi insonlar bir-birisining fikrlariga hurmat qilish kerak. Eng oldi bilan siz mendek o'ylamasligingiz mumkin, men sizdek o'ylamasligim mumkin, ammo eng önemli, eng muhim bo'lgani mening va sizning bir-birimizning fikrimizga hurmat qilishimiz. Buni qila olsak, andan keyin biz ma jasoratni tepib ekranlarga chiqib so'zlay oladigan bo'lamiz. Bir-birimizga chekinmay turib, bir-birimizdan tep tatmay turib, bir-birimizga dadil şekilde sözleşebiladigan bo'lamiz. Shu eng oldi bilan bu xil illatni tashishimiz kerak. Bir-birimizga hurmat qilishimiz kerak. Yani peygamberimizni örnek alsak buldu, bunu burada dep oturuşun acıtı yok. Hammaylar biladi. Peygamberimizin hayatı qarasanlar, sahabilerin hayatı qarasanlar, bir-birisining o'xshamaydigan fikrlari, mushrik bo'lib ketsin, yahudi bo'lib ketsin, kafir bo'lib ketsin, hurmat, nazokat eng temel bizning islomdagi bo'lishimiz kerak bo'lgan, musulmonda bo'lish kerak bo'lgan bir sifat. Shuning uchun buni saqlab qolib, bir-birimizga hurmat qilishni davomlashtira olsak, ana lekin bu da'vo texnik yaxshi davomlashadi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Ben Dilnur Hanım'ın cevabını hep bakay. Yani hizmetleriniz men asosliqim shu tashviqot ishlari bilan ko'proq shug'ullanyapman. Uyg'ur akademiyasiga kelib ishlagandan tortib, akademiyaga a'zo bo'lgandan tortib, akademiya a'zolari bilan bu Uyg'ur akademistlar misol o'qigan kishilar bo'lganligi uchun hammalar bir-birimizga nisbatan shunday bir hurmat bor. Ya'ni bir-birimizni asraydigan, bir-birimizni hurmat qiladigan ashta bir iliq bor akademiyada. Anadan keyin bu akademiyada o'zining cheklik sharoiti bilan qo'lidan keladigan hamda o'zining imkoniyati yor beradigan xizmatlarni qilib kelyotidi. Nurg'un odamlar deydi, sizlar nima ish qilyapsizlar, qanday yasizlar deb. Hatto Uyg'ur akademiyasida Bayroqxonga deb oldingi ko'chada mamay boshqa ko'chadan aylanib ketadiganlar hatilar ham hozirgacha bor. Endi bizning xizmatlarimiz shu Uyg'urlar xizmat qilish bo'lgandan keyin butun kuchimiz bilan endi bu xizmatni oxirigacha elib boramiz. Menmi ham endi Alloh xolisa oxirgi tinqimgacha bu yo'lda mangaman. Bu yo'lda to'xtab qolmayman. Mening oldimda turayotgani Uyg'ur emas. Uyg'urim emas. Mening oldimda turayotgani hammadan qo'rqib titraydigan Xitoy kafirlari. Biz bu da'vo sifatga kirgandan keyin bizning oldimizda turdig'ini Xitoy bo'ladi. Biz shular qartib turib, shularning oldida turib, shular bilan endi ochiq-oshkora biz yetishmasakmi, yuzma-yuz turyapmiz. Har vaqt hammamizningki endi xatar ichida bo'lishimiz aniq. Mishqal avval ostida bizning xalqimiz shu endi butun vujudi bilan xizmat qilayotgan kishilarimizni bag'riga olish kerak. Bizning Uyg'urlarimizda haqiqatan kamchilikchi, biroq bizning Uyg'ur millatimiz haqiqatan suyimlik millat. O'zimiz ko'rib baqsaq bo'ldi. Shu Turkiya tavasida shunday qiyinchilikda qolgan nurg'un ayollarimiz bor, nurg'un yetim bolalarimiz bor. Mush vaqtgacha bir Uyg'urningki chiqib ko'chada tilamchilik qilganini ko'ramaysizlar. Butun dunyoning hech qanday yerga adam Uyg'urningki tilamchilik qilganini ko'ramaydi. Menga hatto turklar degan, siz Uyg'urlar shunday hamma narsadan ayrilib qolibsizlar, butun mol-mulklaringizni tortyapti. Shu xil holatmi? Hech qasongni tilamchilik qilmayotgansizlar deb boshlagan. Men dedim, bizning Uyg'urlarimiz puli borlari, pul kuchi borlari kuch chiqarib, ashuna qiyinchilikda qolganini o'zi beqib, o'zi hozir shu holidan xabar olib, shunda kelyotdi. Bizning Uyg'urimizda shunda bir xil mehr muhabbat bor. Bizning xalqimizning kamchiligi bor, kamchiligini deb ortiqchiligini nem qilsak bo'lmaydi. Endi ortiqchiligini ko'rib, kamchiligini bir yoqqa qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. Biroq biz mushtawa sifat xizmat qilayotganlar Uyg'urlar bo'lganmiz, mushtawa sifat ish qilganmiz, xalqimizdan mangu voz kechmaymiz. Sizin kız ayollarımızga deydigan sözünüz var mı? Asas bugünkü tema kız ayollar. Asas o'zininki endi kamyalarni to'liqlashga bak ahamiyat bersin. Ushaqalıqa arzimas ishlar uchun zihnini ufratmasin. Mening qiz ayollarimizga berilgan tavsiyalarim shu. Muhim ishlarni qilsin. Masalan, men atihandan kechgacha ishlayman. Qurqa qilg'ini
O bu narsani o'ylag'ini, ba'zida taq azoblanganimi vaqtim chiqmaydi. Siz bir ish qilsangiz, ish qilgandan keyin nurg'un narsalarga, nurg'un bekor quruq narsalarga vaqtingiz chiqmaydi. Aslında vaqtingizni yetishtirolmay yashagan vaqtingizda anandagi hayotning ma'nosi bo'ldi. Shunga ayollarimiz o'zining hayotini ma'nilik o'tkazishni o'rgansin, o'zini tashlab etmasin. Bu azob hammamizga teng keldi. Bir ishkaramning beshiga kelib to'xtab qolgani yo'q, hammamizga teng keldi. Ana bo'lgandan keyin qanday qilib o'rnidan yiqilgan yerdan dast turishni har bir ayol kishi o'rganishi kerak. Allah razı olsun. İhbarxon siz bu cihet kız ayollarımızga nispeten dini tarafdan bir agar buningki bir ochiqlamasi bo'lsa buni deb undan keyin oxirgi so'zingizni olaman. Vaqtimiz chunki bir yerga. Savolingizni tekrar. Masalan, kız ayollarning xizmat qilishda islomdagi o'rni, ya'ni islom qanday qaraydi kız ayollarning xizmat qilishiga? Ya'ni maqsad shu hamda bugun kız ayollarimizni xizmatga ekirish va yoki bu kurash doirasida uyg'otish hozir bugungi temamiz. Dinimiz qaysi jihatdan buningga qanday bir yo'l yo'riq ko'rsatdi demoqchiman. Endi xonim qizlarning roli deb aytgan vaqtimizda eng boshda shu biz Hazreti Ayşe ne özümüzge örnek qilishimiz kerak. Hazreti Ayşe'nin hammamiz İslam tarixi bilgan qarindoshimiz hammasi biladi. Qanchalik ko'p hadislarni kunimizga qadar ulashtirib bergan rolning qanchalik cho'nligini biladi. Shuni bizning hozirgi jamiyatimizda Uyg'urlar uchun qiladigan haqiqatan xizmatlarimiz ko'p. Eng boshda endi mening xonim qizlar deydig'ini men nima qila olaydim? Men bir kishi nima qila olaydim emas. Men bir kishi qo'limdan qanchalik kelsa, shuni qilish mening hozir vazifam degan ongni paydo qilsa, masalan, bir o'quvchi o'zining maktabida, o'zining atrofidagi insonlarga bu Uyg'ur davosini yetkazish u bir xizmat. Atrofidagi o'zining tanqish aşı dosturini davoga aytirish, xizmat qilishga bunday tashviq qilish u bir xizmat. Yoki boshqa onalar bo'lsin, onalarning zaten roli bek muhim. Her zaman onalar o'zining eng boshda shu farzandini tarbiyalashda bek muhim o'rin egillaydi. Shu bosh o'zining farzandini tarbiyalaysa bizning davoyimiz uchun. Andan keyin boshqa farzandlarni tarbiyalaydi. Boshqa masalan rasmiylarda ishlayotgan xonim qizlar bo'lsin, ishlayotgan xonim qizlar bo'lsin, ularning qo'ldan chuqur keladigan mushu xizmatda bir kishilik bir yer bor. Chuqur eng boshda shu kollektivdan Uyg'urlarimizning qo'shmasligi kerak. Bu yerda demakchi bo'lganim qo'shmaslik kerak derken bikoylik ayollar xonim qizlar bir yerga kelib yig'ilib quruq gap aytib, masalan, birga yig'ilib u yerda nima deymiz? Biz bilan munosabati bo'lmagan dunyoviy ishlar bilan bunda qahashishi deb qo'yamiz ya. Faqat ko'ngilni xo'sh tutish jihatdan bir-birisi bilan ko'rishish emas, balki jamiyatimizga bizning qanday to'plarimiz, biz bir yerga kelib musha hamkorlashib bir nima ish qilsak, andikin biz jamiyatimizga to'pimizni qo'sha olamiz degan masalalarni o'tirib qo'yib o'ylasa, fikr yurgizsa bir-birisi bilan o'xshamaydigan fikrlar bir yerga kelsa, aqllardan ustun chunki shu jihatda o'zim shu xizmatni uqmaylaman qanchalik ko'p xizmatlarni qilayotganini o'zim qilolmay qolgan shaklda bo'ladi. Yine en başta to'y qilmagan yosh qizlarimiz, kelgusidagi onalar, men shunun qatorida bularning rolimi yine bek muhim. Bular en başta turmushlik bo'lmaganken shu o'zini bilim bilan qurollantirish kerak. Bu bilimni elish jarayonida yine en başta hammadan muhim bo'lgan axloq, insoniy axloq. Ya'ni biz o'zimizning shaxsiy ibodatimizga ko'ngil bo'lganchilik, bunda yolg'onchilik qilmaydigan, saxtakorlik qilmaydigan, boshqalarga nazokatlik bilan, adab axloq bilan, hurmat bilan muomala qila oladigan, işte adil bo'la oladigan, hammadan muhimi shu, adil bo'lish. Hamma yerda o'xshash bo'la olishimiz kerak. Yosh qizlarga, to'y qilmagan qizlarga deydiganim bu.
turmush qurib bo'lgan ayollar, ya'ni mening hadillarim ve mehribon analarga deydiganim, çoxum şu aldı bilen farzandlarini terbiyeleşi, onundan keyin farzandlarini terbiyeleş bilen birge davayımızda qanchalik qo'lidan nima kelsa teng hamkorlashib kollektiv şekilde qilish kerak. Ama bunu qilgan vaqtida er kishilarga deydiganimiz shu, çoxum ayollarga nima qilish kerak? Ishonishi, ayollarga hurmat qilishi, ularning vaqtlariga rioya qilib, ba'zi ishlarda yordamlashib, uy ichilik ishlardan da'vatini bular teng kuch qilish kerak. Davada aşı ayolning belli xizmatlarni qila olish uchun er kishining vazifasi bek muhim. Uning rizosi bo'lishi kerak. Belli zamanlarda, belli yerlarda çoxum yordam qila olish kerak. Shuning uchun bundan keyingi xizmatimizdan texmo o'ngishliq, texmo O'zingizning shaxsiy xizmatida bir nima bormi? Nima? O'zingizning shaxsiy xizmatida bir plan projelaringiz bormi? Mening shaxsiy xizmatimda endi men 5 yildan yaqin universitet qizlari o'zimning yoshlardagi qizlarga xizmat qilish, işte davayımızda teng mengish degandek mush xizmatlarni qilgan bo'ldik, anglatish, turishlarga anglatish qilgan bo'ldik. Ammo bundan keyingi hayotimda mening eng qisqa zamonda tabii hamma Uyg'urlarning tiliki shu, vatanimiz ozod bo'lsin. Ozod bo'lmagan taqdirda shu eng azından kamptiki qarindoshlarimiz chiqsin degan tilaklarimiz bor. Shuning uchun yeni tashviqotni shu kuchaytirishimiz kerak. Bundan keyin yangi nesillarimiz Turkiyada yashayotgan bo'lgan keyin shu Turkiyadagi yangi yetilayotgan o'smirlarimizda Uyg'ur tilini unutib ketish, turklashib ketish, ya'ni turklashib ketdi degan gap aslida bek bundaq asmili bo'lib boshqa bir millat o'zgarib qoldi degan gap emas. Haqiqatan bularning biz Uyg'urlarning turklardan o'rganadigan bularning nurg'un ortiqchiliklari bor, uni o'rganishimiz kerak. Ammo bizde bo'lmagan, bizning urf-odatimizga yot bo'lgan bularda Yevropacha bir xil kamchiliklarmi mavjud. To'la. Shuning uchun buni o'rganib qolmaslik uchun Uyg'urlarning uni tashlab, o'smirlarning texmo shu haqiqiy Uyg'urlik bilan yetishib chiqarish uchun bizning yosh qizlarning bo'lsin, onalarning bo'lsin roli muhim deb qaraymiz. Shuning uchun bundan keyingi planlarimda shu yosh o'smirlarga qanday qilib shu tariximizni o'rgataymiz, qanday qilib o'zimizning urf-odatlarini singdiraymiz degan shaklda planlarim bor. Allah razı olsun, rahmat. Dilnur xonim, sizningki oxirgi so'zlaringizni olaman. Ya'ni ko'nglingizni qilib qolgan so'zlaringiz bo'lsa, asosan xonim qizlarimizga nisbatan erlarga bir nima talabinglar bor masalan? Anda hozirgi nisbatan aytgan vaqtida anda nurg'un xonim qizlarimiz haqiqatda yaxshi o'yg'ondi. Anda mening deydiganim shu xonim qizlarimiz bo'lamdi, mayli erlarimiz bo'lamdi, o'zininki shu vatanda qolgan urug' tuqqanlari, farzandlariga ega chiqsa, ashlarninki izdirkini qilsa. Chunki ashlarninki izdirkini qilgan vaqtda mening mana admin bor degan vaqtda anandan keyin manchilik adamning manchilik tuqqani bor ekan deb isbotlagan bo'ladi. Voy manchi adam turmida yetyotdi, manchi adam lagerda yetyotdi degan bilan shuni isbotlaydigan haqiqiy isbot lozim degan vaqtida shuningga biz yetarlik son hozirgacha hech qanday bir tashkilot qo'liga ololmadi. Nihoyat oz u son. Shunga shu davoni qo'llash uchun hech qanday ish qilolmasanglar, o'zingizninki urug' tuqqanlaringizninki ashada yotganligiga nisbatan ashunga isbot beringlar, guvohlik beringlar. Andan keyin da'vo sipidagi insonlarninki endi qo'lidan kelishicha xizmat qilyotidi. Shularni qo'llanglar, andan keyin ularga zarba bermanglar. Bir odamning ustidan bir gap chiqib qo'ygansamlik u odamni endi siz chiqaran tursak to'g'ri bo'lmaydi. Cho'qim biz shu da'vo sipidgilarni qo'llashimiz kerak. Hammamiz uyushgan vaqtimizda andan keyin bir natija chiqadi. Allah xolisa biz oxirida g'alaba qilamiz. Shu g'alabani, g'alabaga yetish uchun o'zimiz shunchalik tirishchilikni ko'z tutishimiz kerak. Shunga endi aslida kerak degan gapni qilmaslik kerak-da. Bizning hozirgi vaziyatimizga nisbatan aytgan vaqtda endi shu kerak deyishga majbur bo'lib qolyapmiz. Asli chiroyli mana qilsak bo'lamdiki deb maslahat sifatida gap qilgan bo'lsak pek yaxshi bo'ladi. Endi hozir bizning vaziyatimiz unga yor bermayapti. Mayli ayollar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin,
o'zining qo'lidan keladigan mayli kichik bo'lsa mayli cho'ng bo'lsin xizmatlar bo'lsa chekinmay turib shu xizmatlarni qilsa har birimiz talonchi nima ish qilibdi pistonchi mana shuni qilsinchi deyish emas man nima ish qila olmayman man ish tavash uchun masalan uyamdagilarni qutuldirish uchun qanchalik bir ish qila olmayman deb o'zimizdan so'raylik o'zimizdan boshlaylik ham ishni anandan keyin o'zimizdan boshlagandan keyin o'zimizning urug' tuqqanlarimizga ega chiqqandan keyin hammamiz bir yerga yig'ilgan vaqtida buningga cho'qim bir natija chiqadi alloh ulug' biz hamma natijani tirishchilikni biz ko'rsatamiz butun tirishchiligimiz bilan xizmat qilamiz oxiridagi natija allohga omonat biz hamda bugun namoyishga chiqsam ertasi voy namoyishga chiqsak bizga hech qanday foydasi bo'lmaydi desak to'g'ri bo'lmaydi bu da'vo uzun so'zalgan da'vo bir kun ikki kunda tugamaydi bir qatimliq ikki qatimliq namoyish bilan tugab ketadigan da'vo emas nurg'un xizmatlar qilishga tegishli odam yetishmaydi shunga shu odam kamchilik ahvolini tugatish uchun bizningki qo'lidan endi ish keldiganlar mayli cho'ng bo'lsin mayli kichik bo'lsin izlab turib shu xizmatlarni qilishga yordamlashsa hammamiz endi oz ozdan tirishchilik ko'rsatsak oxirsida cho'ng natijalar bizni saqlab turdi deb o'ylayman alloh rozi bo'lsin rahmat man bir gapni unutib qolganman devasam bulamdi vaqtimiz bo'ldi zodi siz oxirgi so'zingizni qiling oxirgi so'zingizni olaman undan keyin programmani oyoqlashtiramiz ma'qul shu universitetda o'qiyotgan yosh qizlar va yoki o'qimagan bo'lsin ish qilib uyg'urlardagi hozir turkiyada yashayotgan yosh qizlarning onalarga ehtiyoji bor burada deyishim kerakda ya'ni bizning cho'nglarimiz bor istanbulda masalan ko'proq shu uyg'urlarning o'tiraqlashgan joyi istanbuldagilar shu yashayotgan cho'nglarimiz mehribon onalarimizdan mening o'tindig'inim shu yosh qizlarimizga sizlar sahib chiqsanglar ya'ni turkiyadagi A vakıf B vakıf yoki dernek bo'lsin yoki boshqa jamoatlar bo'lsin bu yerdagi apashlar deshlar ular emas balki o'zimizning bir muncha cho'nglarimiz bor adillarimiz uchun belki ko'p bor istanbulda shuning uchun sizlar ularga sahib chiqsanglar boshqalar sahib chiqsa boshqa taraflarga buraydiga diniy aqida bo'lsin yoki boshqa urf odat bo'lsin bekerak shu turklarga mayillashib yoki bek yolg'izsirab ma'lum o'qiyotgan qizlar bo'lsin boshqa yosh qizlar bo'lsin yolg'izchilik his qilgan hech nima qo'sh yoqmaydigan jihatda tugishib ketadigan ahvollar ko'payyapti shuning uchun shu mehribon onalarning cho'nglarimizning yoshi cho'ngroq bekerak shularning qizlarimizga sahib chiqishini o'tinaman sahib chiqish deganingiz nima mishadi kichikgina ayting so'zni agar buni ichida ya'ni masalan turklarda uylariga chaqirish bor shu ayollar uchun marashdagi masalan qizlarni pat shu cho'ng yoshli cho'ng ayollar onalar pat uyiga chaqirdi bizning yenimizga kelib bizni ziyorat qiladi masalan o'quvchilar uylariga berib ziyorat qilinglar tomoq etib olib boringlar ya'ni bu sizlarga söylangan so'zlangan bir xil emir emas buni xato tushunolmanglar ammo u yerdagi bir mehr bir illiqlik onalik mehrni ular his qiladi ochilik mehrni his qiladi va texmo kayfiyati eng azından kayfiyati bo'lsin yaxshilanib qoldi o'qish uchun shular muhim ya'ni birsi tarafidan sahib chiqilishi bu yosh qizlarimiz uchun o'qish hayotida cho'ng ta'sir ko'rsatadi shu turklarda shu uylarga chaqirish bo'lsin birer yerga masalan piknik o'rinlashtirish davlat sayohati birlikda beraber bir ishlarni qilish salarda bo'lsin yoki uyda bo'lsin shunga o'xshash oila mehri men demoqchi bo'lganim oila mehrini berish orqali sahib chiqsak degan alloh rozi bo'lsin endi ikkinchi bir masala bu ikkinchi bir masala shu uyg'urlar bir birimizni so'ysak yana so'ysak chunki haqiqatan shu men turklarga qarasam shunchalik bir-birini suydi bu haqida hozir deydi hozir insonlar bir-birini so'ymaydi davr o'zgardi zamon o'zgardi shunchalik davrning o'zgarganligiga qaramay yana turk millatida turk qavmida bir-birini suyish deydigan ong borchu biz mayliqda faqat bu og'zimizda bo'lib qolmasin uyg'urlarning bir-birini suyishi suyimiz vatanimiz suyimiz millatimiz suyimiz deymiz yo'q lekin qaraydigan bo'lsa bir-birimizga
Özümüz yok. Bir-birisini qaraganda salamlaşışımız yo'qolib ketdi masalanga. Salamlaşınca yaylı bu dinimizden nemesi vazifesi. Onun için yüzümüz bunda külsün. Bir-birisini koygan vaqtimizda bir Uyg'urlarda kibrmi borchu. Endi o'zimizning millati, men millatimni pek yaxshi ko'raman. En axırkı neticeneye kadar milletim için hizmetkar buluşma üzerine atıp ettim zaten. Şu kibirni taşlasak Uygurlardaki anamikin suyuş peyda buldu. Çünkü birbirimizle şu suyuşumuz gerek, hürmetlişimiz gerek. Özümüz birbirimizi söymeyi durup, özümüzle hürmetine yardım kılmayı durup, Allah'dan yardım kılmayanlarımız hep karayın. Allah razı olsun. Rahmet ikkinlarga. Vaqtimiz bir berib qolmagan bo'lsa, yana uzun paranglashayotdik, chunki bizning dardimiz yomon jiqkan biz Uyg'ur muhojirlarininki. Ba'zi davomli qarindoshlar qisqa qilsa deydi, ular ba'zan masalalarni jiq tushunmasligi mumkin. Biziliki maxsus bizning televizor stansiyamiz bo'lmaganligi uchun o'yliqi bir kishi bilan bizningki mehmonlarimiz bilan 20 minut 30 minut paranglashibla keyin yana bir haftaga undan keyin yana mundaq qilib bundaq bir sharoitimiz yo'q. Ba'zi men 2 yil bo'lgan bo'lsa bu ishni boshlag'ali 2 yilning yog'i bir qatim ichkariga chiqib ikkinchi qatim navbat kelmaganlar bor, chunki bu nimaning ehtiyoji. Masalan, u shaklda ham bizning deydigan gapimiz bek ko'pkan. U bir qatimliq suhbatlar hamma narsaning jipini kesibla, uningki natijasini chiqaribla, ishni tugatibla, duoni qilibla qo'yib ketolmaydi ekanmiz. Buning uchun qarindoshlar buni to'g'ri tushunib tursa bo'ldi hozirlikcha. Inshaalloh televizor stansiyamiz bo'lganda 24 soat vaqtimiz bor vaqtida, o vaqtidan qisqa qilsak, o vaqtida biroz to'g'ri bo'ldi ekan. İnşallah. Şuna ba'zan programmalarimiz biroz uzrab ketadi. Buni hozircha qarindoshlarimiz to'g'ri tushunib tursa, faqat ko'raliganlar ko'rib tursa hozirlikcha shuni umid qilamiz va ham bahrilashinglarni umid qilamiz. İnşallah kelgusi zamonlarda davomli xonim qizlarimizni ichkariga kelib Uyg'ur muhojirlarininki, Sharq Turkiston muhojirlarininki xonim qizlarining bu jasorati bilan bu sepga umumyuzlik qetilishiga media, teşviqot sohasida ishga ketishni umid qilamiz. Oxirida men bir Qashqarda bo'lgan bir masalani deb o'tib ketib, shuning bilan programmani oyoqlashtirsam deyman. Qashqarda baylar ko'mir taqatgan ayni zamanda buni televizorga ep chiqqan, televizorda kishilar ko'rsatdi Qashqar xabarlarida. Ko'rsatganda biz shu vaqtda deydik, bu baylar ko'mir taqitib, buni haqqi ko'rsatib, riyo qilib qiyg'icha shu maxfiy bas bo'lmamdigan televizorga chiqarishning nima hojati deb men so'ragan shu vaqtida. Nurg'un narsani biz to'g'ri deydi ekanmiz, ammo xato ish qilgan bo'ldi ekanmiz. Shu vaqtda men shunday so'ragan. Riyo qilib televizorda e'lon qilibdi-ma taqatgan ko'mirni kambag'allarga deb. Degan vaqtida, shu vaqtida bir akamiz menga tushuntirib qo'ygan. Aslida bular ko'mir taqatmayotdi. Xabar chiqarish orqali kambag'allarga yaxshilik qilishni shu reklam ekran orqali kishilarga o'rgatyotdi deb menga tushuntirib qo'ygan. Bu insonlar ekranda bir narsani ko'rsa, shuni qarab turib ta'sirlanadi ekan. Ya'ni kishilarga qarab turib nima oladi ekan, o'lga oladi ekan. Shuning uchun biz qiz ayollarimizni ekranga akilib, bularning jasoratini, bularning ortiqchiliklarini, bularning alayidliklarini, qobiliyatlarini bu yerda ko'rsatsak, boshqa qizlarmi, boshqa ayollarimizni bundan o'lga oladi ekan. Bu yerga chiqish hargizim riyo qilish, so'zlab olish emas, faqat xalqimizga bir narsani o'rgatish. Siz qiz bo'lsangizmi, ayol bo'lsangizmi chiqib fikrlarni so'zlay olasiz, xalqingizga tashviq qila olasiz, xizmat qila olasiz. Har kishi qanday xizmat qilayotgan bo'lsa, siz shunday xizmat qila olasiz, hatto oshirib olasiz, iqtidoringiz bo'lsa deb buni bu tashviqot orqali xalqimizga o'rgatishni maqsad qilamiz aziz qarindoshlar. Buning uchun ikkironninki xalqqa bir narsa o'rgatadigan kitob ekanligi, maktab ekanligini buni unutmaylik inshaalloh. Oxirida tushib qolgan so'zinglar bo'lsa, desanglar bo'ladi, bo'lmasa men mishada suhbatni oyoqlashtiraman. Agar gap so'zimizda bir xatolik bo'lib qolgan bo'lsa, revanchilik bilan to'g'risini ilishinglarni umid qilamiz.
Allah razı olsun. Allah Allah. Dima xatalık ötmeydi degil olmaydı. Egerçende konular kekidek gaplar bo'lib qolmasa to'g'ri tushuninglar. Bizningki hamda bu yerda deyishimiz maqsad boshqalarning ko'nglini ranjitish emas. Biz shu Uyg'ur davası uchun hamda o'zimizniki millat uchun xizmat qilayotganlar hargizmi Uyg'urni cho'kirish yo bo'lmasa ularning ko'nglini og'irtish uchun gap qilmaymiz. Biz hamda qanday qilsaqmish Uyg'urning ko'nglini ko'taramiz, qanday qilsaqmish Uyg'urlar uchun bir azroq yaxshi qilamiz. Kichikgina bo'lsa suyundiramiz deb shuning uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Alloh xolisa umrimizning oxirigacha shunda tirishchilikni ko'rsatamiz deb o'ylayman. Shunga hammalarningki shu xato ketgan yerlarimizni to'g'rilab, anglab, Allah razı olsun. bizdan hamda Allah razı olsun. kechirishinglarni shu xatoliklarimizni kechirishinglarni so'rayman. Rahmet, Allah razı olsun. İşbarxan sanımızınki mesela 5 yıl mabeyinde hazır Türkçe mektepte okuyatkanlık için bazen kelimelerini Türkçe işletip kılışı belki tabii avval. Ben ötkende bir 2-3 yıl müşahede bir mescitte işledim. Fakat bütünley Türk mescidi ve bizim okuyucularımız mı 70-80 okuyucumuz var idi. Hemiz Türk asasiyetten. Bular bilen şu kündü Türkçe paranlaşıp ben bu yamancık sözlerini arlaştırıp sözleydiğim bu kaldım bir mezgil. Kim tüzütüşki terişivatımı. Onun okşuğan İşbarxanның mı bazen kelimelerin işletilip kılışı elbette o tabii avval ama bence İşbarxan bilen veya ki yani bir kırındaşlarımız bilen biz kelgüsüde Türkçe programlarını köprek kılıp ötken programımızdan mı tesiri intayın yaxşı buldu. Deyişivatımız Türkçe programlar için Türkçe kelimelerine ait muhim. İnşallah Türklerge kıldığın hizmet için sizinki bu alaylıkınız buna ait muhim dep qarayman. Şun kırındaşlarımı toğru düşünesi buldu. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yana bir kıtımlık programda görüşeceğim. Allah'a emanet. Allah. Allah'a emanet.